Qachon odam bo'lasan sen? Qachon sen ko'zing ochiladi? Ayrim xatoga uchragan yozuvchi shoirlar bemalol aytayapmiz. Lekin vaqtida o'shalar qamalganda, quvg'inga uchraganda, surgun qilinganda yoki o'ldirilganda qayoqda edi? Yozuvchilar uyushmasi qayoqda edi? Nega indamading? Nega men indamadim deyishimiz kerak. Qodiriy otilganda ham siz indamagansiz. Siz bilan biz ya'ni biz indamaganmiz. Boshqadan ko'rmaydik. Gazeta, jurnalda o'qisangiz faqat shu bir kishi ishlayapti. U kishining tashabbusi bilan islohot bo'lyapti, u kishining tashabbusi bilan qor yog'yapti, u kishining tashabbusi bilan paxta unib chiqyapti. U kishi harakat qilmasa, u kishi otalarcha g'amxo'rlik qilmasa, bironta sportchimiz g'alaba qilmas edi. Maddohlik O'zbekistonda mafkuraviy bir oddiy bir holga aylandi. Hammasi radioda ham ertadan kechgacha shunday. Faqat maddohlik. Lekin 25 yillik, 27 yillik tariximizda salbiy iz qoldirdi deb o'ylayman Xayriddin Sultonov. Ya'ni mamlakatda qo'rquv saltanati qurildi, yolg'on saltanat qurildi. Xo'p, qo'rquv saltanatini kuch ishlatgan idoralari inoyat boshliq. Atrofga qarasak, xalqimizning hayoti kundan kunga og'irlashib ketyapti, lekin xalqimiz farovona yashayapti desak, o'ta ketgan yolg'on bu. Konstitutsiya nimaga 7 marta o'zgartirildi? Nimaga o'zgartirildi? Hokimiyatdan ketib qolishdan qo'rquv bor edi. Assalomu alaykum. Erkin O'zbekiston podkasti. Biz bilan bugungi mehmon Nurulloh Muhammad Raufxon. Va alaykum assalom. Bugun podkastni odatdagidek savol bilan emas, she'r bilan boshlamoqchiman. 100 yil avval Abdulhamid Cho'lpon xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir, xalq isyondir degandi. 40 yil avval esa Abdulla Aripov qachon xalq bo'lasan, ey sen olomon degan. Bugun 2025-yilda Nurulloh Muhammad Raufxon nima deydi? Endi u buyuklarimiz darajasida bir dohiyona fikr ayta olmasak ham, meni o'zimda bir qarashlarim bor. Xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir deganda Cho'lpon ham haq edi. Qachon xalq bo'lasan, ey sen olomon deganda ko'zda tutgan g'oya fikr bo'yicha Abdulla aka ham, Abdulla Aripov ham o'zicha haq edi. Lekin ikkalasida ham bir kemtiklik ko'raman. Meni nazarimda bu kemtiklik nima? Masalan, haqiqatda ham biz xalq deganda nazarda tutadigan odamlarimizni mana birlari olomon deyapti, birlari xalq deyapti, ijobiy, olomon salbiy. G'alayoni siyosiy nuqtai nazardan qarasangiz ko'r g'alayon bo'ladi. Isyoni ham ko'r g'alayon bo'ladi. Agar uni bir g'oya tevaragida bir ulug' insonlar, buyuk g'oyalarga o'zini tikkan insonlar yo'lboshchilik qilmasa, xalqni o'zini dengizligi, kuchligi, isyonligi salbiy oqibat olib keladi. Agar bir ongli harakatga aylantirilsa, bu ongli harakatga aylantirish uchun esa buyuk insonlar yo'lboshchilik qilish kerak xalqqa. Shundan keyin u g'oyani sevsa, u g'oya uchun jonini tikishga tayyor bo'lgan xalq haqiqatda dengiz sifatida, to'lqin sifatida, kuch sifatida, isyon sifatida bir tarixlarga ta'siri bo'ladi, ijobiy ta'siri bo'ladi deb o'ylayman. Shu ma'noda tushunsak to'g'ri, yaxshi. Endi Abdulla akaning she'rlaridagi gapga kelsak, bu she'r chiqqanda bilasizmi, biz yosh edik albatta. Shu she'r chiqqan zamonda mustamlaka davri edi. Va bu holatda juda bir katta inqilob, fikriy inqilobga sabab bo'ldi. Bu bunday fikrlash. Shaxsan men o'zimni nomimdan aytadigan bo'lsam, buni birov bunaqa qilib aytmagan axir. Mana masalan, mashrab osilganda qayerda eding? Bu xalqqa xitob qilinyapti. Lekin keyin ma'lum bo'lsa, bu xalq emas, ey sen olomon deyilyapti. Chunki mashrab osilganda indamay turding demoqchi. Qodiriy otilganda indamay turding. Cho'lpon qatag'onga uchraganda indamay turding seni. Nuqul xizmat tarika bilan ularga xizmat qilaverding degan fikr aytilyapti-da. Biz endi
o'sha qatag'onlarni uyushtirgan davlatni ko'rgan insonlar juda katta bir kuch bilan aytildi, bu o'sha dengizdek aytildi deb o'ylaganmiz va juda fikrlarimizda, onglarimizda bir inqilob qilgan. Keyingi hayotlarimiz mana siz 2025-yilga kelib deyapsiz-ku. Har bir davrda o'zini fikri bo'ladi. Men qarasam, bunday qarasam, bu yerdagi kemtiklik, nuqson, kamchilik chetdagi tomoshabin bo'lib turish deganda kimni nazarda tutyapmiz, shunga bog'liq. Agar olomon deb nazarda tutgan insonlarimiz, uni ham xalq demay turaylik, mayli, shunaqa to'p bor desak ham, bular xalqimizni bir parchasi. Bular oddiy xalq. Bular ongsizroq. Ongi yetarli emas, ongsiz demaylik, ongli o'ziga yarasha ongli. Lekin bularni yetakchilari, bular o'sha olomon deb so'kilayotgan xalqimiz ichidan yetishtirib chiqqan ziyolilarimiz, mana bularga malomat qilish kerak edi deyman. Chunki sen bu qatag'on bo'lib ketayotgan insonni ham sen taniysan. Nima fikri uchun qatag'on bo'lib ketyapti, nima fikri uchun otildi, nima fikri uchun osildi, nima fikri uchun, nima harakati uchun qamaldi, bularni oddiy xalq bilmaydi. Bilmagani uchun olomon deb so'kish shart kerak emas deb o'ylayman. Dinimizda bir tasavvufda bir gap bor, malomat yeydigan oqimi bor. Ya'ni o'zini malomat qilish bilan tozalanishga harakat qilish. Doim o'zini malomat qiladi bunday. Shu ma'noda lozim topilsa va bu o'xshatish joiz bo'lsa, o'zini malomat qilish kerak. Qachon odam bo'lasan sen? Qachon sen ko'zing ochiladi? Deyish kerak. Chunki hech qancha vaqt o'tmadi. Abdulla Qodiriylar 37-38-yillarda qatag'on bo'lgan. Cho'lponlar, Usmon Nosirlar, endi bu fitratlar juda katta to'lqin. Biz endi 4-5 ta ziyolini aytamiz. Qanchadan qancha diniy ulamolar bo'g'izlandi. Bo'g'izlandi, pichoq bilan bo'g'izlandi. Bular e'tiborimizdan chetda qoladi. Juda ko'p bu, 4-5 ta odam emas. Endi mana shu paytda kim yonini olib chiqish kerak? Hech narsadan bexabar, kim yetalasa ketadigan odamlarmi yoki yetakchilarmi? Agar u oddiy odamlarni-chi, ko'p ham xafa bo'lmaydi degan meni qo'yam bor, o'zim chiqarib olgan. Oddiy odamlarning tashvishi ham oddiy bo'ladi. Shu bugun ertalab uydan chiqib, bola chaqasiga rizq topib kelsa, undan baxtiyor odam yo'q. Bu katta masalalarni o'ylashga uni qurbi ham yetmaydi, bilimi ham yetmaydi. Ammo ichidan shu xalqimizni, shu biz so'kayotgan xalqni ichidan yetishib chiqqan ziyolilar, ular uchun o'ylashga mukallaf. Ya'ni o'ylashga biz majburmiz. Bu olomon bo'lib qolishiga ham sababchi bizmiz. Chunki Mashrabni kimligini ham biz taniymiz. Nega biz indamadik? Endi o'sha zamonda biza Abdulla Qodiriyni qamayapti, xalq dushmani deyapti. Nega indamadik? Buni biz indamadik. Oddiy odamlar siyosatga ergashib, masalan, o'sha paytda nima deyilgan, bilasizmi? Qodiriy xalq dushmani deb, ya'ni Qodiriyni sevgan-ku xalq. O'tgan kunlarda yozgan, Mehrobdan Chayonda yozgan, Cho'lponning she'rlarini sevgan, mashhur bo'lishgan, xalq sevib turgan odamni bular o'ldirish kerak. O'ldirsa xalq isyon qilib mumkin. Uning uchun xalqni ishontirish kerak bu yomon odam ekanligiga. Va Toshkentning markaziy maydonlarida odamlar, o'sha oddiy odamlarni to'plab vatan xoinlariga o'lim degizdirgan. Shiorlar tashlatkizgan. Bular davlatga qarshi, bular ulug' Stalinga qarshi bo'lyapti. Falon, maqolalar chiqarishgan. Maqolalar, endi maqolalar bilan ikkinchi bir ziyoli buni yer bilan yakson qilganlari u mayli. Endi siyosiy qurol sifatida aytayapmanki, olomon degan so'z uchun aytayapman. U haqiqatda ham olomon va olomonligicha qolaveradi. Lekin sen qachon xalq bo'lasan deganda bu ma'lumotni ko'proq o'ziga berish kerak deyman. O'sha chunki u oddiy odam olomonni o'sha maydonga chaqirganda chiqib turgan shiorda aytayotgan odam olomon emas, o'zini ziyoli deb bilardi.
Qodiriyni yomonlash uchun Stalinni ulug'lab turib, shunday bir insonga qarshi bosh ko'tardi bular. Keyin ham chiqdi-yu bu nima? Otaga qo'l ko'targanda o'ldiring. Kim aytdi bu gapni? Otaga qo'l ko'targanda qamang, Zokir aka. Otani siyosatga qarshi chiqqanda ayamang. Olomon aytdi buni. Kim edi u olomon? O'zlari edi. Shuning uchun men uni yomon bu nima? Ya'ni xalqqa urgan shapaloqlari o'zlariga qaytib keldi. Ya'ni bitta men shaxsiy nazarda tutmayapman, bizga qaytib keldi. Ya'ni biz yonini olishimiz. Mana hozir biz bugun ayrim xatoga uchragan yozuvchi, shoirlar bemalol aytyapmiz. Lekin vaqtida o'shalar qamalganda, quvg'inga uchraganda, surgun qilinganda yoki o'ldirilganda qayoqda edi? Yozuvchilar uyushmasi qayoqda edi? U oddiy xalqqa aytmaslik kerak bu gapni demoqchiman. Bu gap, bu she'rga bu nuqtai nazardan qarab ko'rish kerak. Sen qayerda eding? Nega indamading? Nega men indamadim deyishimiz kerak. Nega men xiyonat qilib qo'ydim? Nega men yonini olmadim? Bu inson yaxshi edi-ku demadim. Masalan, Emin Usmon qamaldi. Bir qamaldi. Endi ayrim yaxshi insonlarning harakati bilan qamoqdan chiqdilar. Emin Usmon katta yozuvchi edi. Va ikkinchi marta qamaldi. Bilmayman nima sabablar bilan. U kishidan qanaqa ayb topgan bilmayman, ammo qamoqdan o'ligi chiqdi. Yozuvchilar uyushmasi qayerda edi? Yozuvchilar qayerda edi? Hamma arqadan gapirgan bo'lishi mumkin. Unday ta'ziyasiga borgan bo'lishi mumkin. Yo'q, nimalar bo'lyapti o'zi deydigan odam kim? Tushungan insonlar, ziyoli insonlar bo'lish kerak. Bular aytmadimi? Demak, Mashrab osilganda ham siz indamagansiz. Qodiriy otilganda ham siz indamagansiz. Siz bilan biz, ya'ni biz indamaganmiz. Boshqadan ko'rmaylik. Cho'lpon Usmon Nosir mana Sibirlarda yo'qolib ketdi. Sovuq o'lkalarga jo'natilib, indamadik. Biz edik u. Shuning uchun malomatni o'zimizga qilish kerak deb o'ylayman. Mana hozir Abdulla Qodiriy davridan Emin Usmon, keyin Islom Karimov davriga o'tdingiz. Ya'ni xuddi o'sha qatag'onlar Islom Karimov davrida ham deyarli takrorlandi. Kimdir jim turdi va yana kimdir bu ishlarda balki tashabbuskor va bosh bo'ldi. Ya'ni Islom Karimov qaysidir ma'noda u siyosatchi edi, boshqaruvchi edi va hozir siz aytgan Emin Usmonlarni qatag'onida unga adabiyot bo'yicha baribir bir maslahatchi, tashabbuskor sifatida ko'p ziyolilar, ko'p yozuvchilar Sultonovni aytishadi. Bunga sizni munosabatingiz qanday? Ya'ni yozuvchilarni qatag'onida bugungi kunda ham spiker bo'lgan Sultonov tashabbuslari, maslahatlari qay darajada bo'lgan? Endi ichkarini, ishlarini, gap so'zlarini tepasida turmaganimiz uchun bilmaymiz. Ammo natijalarga boqilsa, ideologiya bo'yicha, mafkura bo'yicha mas'ul bo'lgan shaxs, ya'ni mafkura bo'yicha davlat maslahatchisi, ma'naviyat bo'yicha, oliy ta'lim bo'yicha, din ishlari ham hammasi kirib ketadigan sohani davlat maslahatchisi siz aytgan inson edilar. Yozuvchi do'stimiz, birodarimiz Xayriddin Sultonov edi. Ya'ni hayotda yuz bergan voqealarga qarasak, albatta uni ta'siri borligini biz taxmin qila olamiz, ya'ni salbiy ta'siri borligini. Nega bunga yo'l qo'yildi desa, bu savolimiz to'g'ridan-to'g'ri u kishiga yo'nalgan bo'ladi. Va bilishimcha, o'rganishimizcha, aynan davlat mukofotlari, davlat unvonlarini ham kimga berilishini tanlanishi aynan shu shaxsning, shu kishining tashabbuslari, shu kishining tanlovlari bo'yicha bo'lgani aytgan. Kishiga yoqsa o'tgan, yoqmasa o'tmagan demoqchisiz. Bo'lishi mumkin. Bu baribir inson-ku. Inson o'zini tanishlariga nima qiladi? Keyin siyosat yoqtirmagan insonlarga o'rin bermaydi masalan. Tabiiy. U endi siyosat boshi bo'lib kim turgan bo'lsa ham, Islom Karimov bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, uni qo'shqovog'iga qarashga majbur. Endi u odam tanimaydi, bu yoqda taniydigan inson hammani, oqini ham, qorasini ham, kuchligini ham, kuchsizini ham yoki yaxshisini ham, yomonini ham taniydigan inson o'zini sohasidagi inson. Deylik, yozuvchilar haqida gap ketsa, shoirlar haqida gap ketsa, umuman adabiyot olami haqida gap ketsa, meni Xayriddin Sulton bu biladi, bu taniydi. Shunda endi birinchidan
o'ziga yaqin insonlarga ro'yxatga o'tkazishga nima qilishi ham tabiiy. Ikkinchidan kattani qosh qovog'iga qarab bironta qaltisiga betib qo'ygan odam bo'lsa, uni tavsiya ham qilmay qo'yaveradi. U xalqqa yaxshi xizmat qilyaptimi? Vatanga kim ko'proq foyda keltiradi? Bu ikkinchi planga o'tadi. Agar unday deydigan bo'lsak, o'sha haqiqiy xalqning dardini ko'tarib chiqqanlarida ulug'lanadigan bo'lsa, boshqacha bo'lardi. Yani ular aksincha, masalan, haqiqatni aytgan, adolat talab bo'lgan yoki adolat bo'lsin degan deb talab qilgan insonlar hayotda bilamizki, ko'pincha qiynalib yashaydi. Chekkaga surib qo'yiladi ular. Eng yumshoq munosabat qilinganida bo'lmasa qamaladi, surgun qilinadi, qochib qutuladi yoki. Lekin aslida ordenlar, mukofotlar nimaga beriladi? Shu vatan uchun xizmat qilganlarga. Qanchalik xizmat qilgan, nechog'lik sevadi vatanini, shu xalqi uchun xizmat qilganlarga berilish kerak. Haqiqati bilan xizmat qilganlarga berilish kerak. Aslida-da nazariy qaraydigan bo'lsa, yo'q. Endi Sovet davrida shunday ediki, kim Sovetni yoqlasa bo'ldi. Lekin keyin ham deyarli shu. Endi shuni aytmoqchiman, Sovet davrida shunday ediki, kim Sovetni ulug'lasa, kim Leninni otamiz desa, Stalinni otamiz desa, Stalin mukofoti berilgan, Lenin mukofotlari berilgan. Stalin qatag'onga uchragandan keyin bu mukofotlar ketib, boshqalarni ulug'lash kerak. Brejnevni boshqani ulug'lab yozadigan bu toifa bor hamisha. Xoin, sotqin deymizmi yoki oqimachi deymizmi yoki har bir iqtidordan manfaat ko'zlaydigan toifa deymizmi, ijodkorlar orasida bor bular. Ilgari ham bitta she'r o'qib podshohdan inom kutgan insonlar bo'lgan-ku. Podshohlar ham bir yelpishtovoq olib chiq desa, nur javohirlardan hadya qilishgan, uni ilinjida bir zarchapon kiyish, ilinjida xizmatini qilishgan, olam panoh deyishgan, siz bo'lmasangiz dunyo turmaydi deyishgan. Mana shunday so'zlar qayerdan chiqadi? Shu ziyolilardan, yozuvchilar, ijodkorlardan chiqadi. Bo'lgan bu narsa to'xtagani yo'q. Sovet davridagidek bu keyingi davrda ham albatta o'sha siyosiy nima kayfiyatga mos kelganlarni ko'tarishaveradi. Mansab jihatdan ham, unvon jihatdan ham va orden medal. Ya'ni mukofotlash jihatdan ham. Lekin aslida yo'q, unday emas. Sal boshqacha fikr bo'lsa, bular endi chekkaga suriladi, chekkaga surib qo'yilgan. Shu ma'noda o'sha haqiqatdan mafkura bo'yicha davlat maslahatchisini nimasi tanlovda o'rni bor albatta. Yaxshi insonlarni ham ko'rsatgan, albatta uni nima faqat yomonlarni olib kirib qo'l qo'ydirgan deyilmaydi. Kimlargadir nima bo'lsa yaxshilik istagandir. Ammo hal qiluvchi baribir katta. Qo'l qo'yuvchi katta. Endi kattaga sevdiruvchi bu kishi. Sevdirish uchun masalan gazetani birinchi betida men deylik Islom Karimovni, endi o'sha zamonda Islom Karimovni maqtab, bu islohotlarni boshida yurtboshimiz tashabbuslari bilan falon pismalon deb ko'tarinki bir ruhda yolg'on yashiq gaplarim bilan bitta katta maqolani bersam, u kishining vazifasi shu kitob gazetani birinchi betini u kishining stoliga ochib qo'yadi. Bu kishi o'qiydi, maza qiladi. Shunaqa qilib meni sevdiradi va ertadan keyin familiyamni ro'yxatga kiritsa, u kishi qo'l qo'yadi. Shunday bir mexanizm biz bu yoqdan qilayotgan taxminimiz bo'yicha shunday. Endi ichkarida qanchalik nechog'li mana qatag'onlarda ishtiroki bormi yo'qmi deyapsiz. Buni endi men buni og'zidan chiqqanmi yo'qmi u tomonlarni men bilmayman. Ammo natijaga ko'ra, natija e'tibori bilan qarasa, mafkura sohamiz bu matbuot, kitob bular hammasi kiradi. Matbuotdagi nimalar, matbuotdagi kanni sunnaylar faqat maqtov. Hozir ham shu davom etib qolyapti. Birinchi iqtidorda endi judayam kuchaydi. Televizorda qo'ysangiz faqat maqtov, faqat u hayot qanday bo'lyapti, ishi yo'q televizorda. Gazeta, jurnalda o'qisangiz
faqat shu bir kishi ishlayapti. U kishini tashabbusi bilan islohot bo'lyapti, u kishini tashabbusi bilan qor yog'yapti, u kishini tashabbusi bilan paxta unib chiqyapti. U kishi harakat qilmasa, u kishi otalarcha g'amxo'rlik qilmasa, bironta sportchimiz g'alaba qilmas edi. Hamma narsani, hatto o'zlari, masalan, o'sha paytda deputat bo'lgan yozuvchilarimizdan eshitganim borda, kulib gapirishardi. Masalan, qaysidir bir joyda baliqchilik sovxozi bor deylik. Bir qaysi sharoitlarga qarab o'sha yili yaxshi urug' qo'ygan shekilli baliqchilikdan rosa serhosil bo'lgan, juda mo'l ko'l bo'lgan baliq yetishtirilgan. Shunga ham bu kishiga bog'lardi. Ana shu bog'lanish qismi bu mafkura. Yolg'on mafkura. Bu kishining xizmati bor. Unaqa qilmanglar deyish kerak. Aqli yetmaydimi? Juda aqlli inson. Iste'dodli yozuvchi aqlsiz bo'lmaydi. Hamma narsani biladi. Ammo lekin bu kishiga maqtov yoqadimi? Bilib qoldi. U ham aqldan. Aqlli inson bilib qoldi, sezdi. Bu faqat maqtov yoqadi. Ammo tanqid yoqmaydi. Demak, matbuotda tanqid uchramasin, faqat maqtov bo'lsin deydigan inson u kishi. Mafkurani boshlig'i. Demak, senzura matbuotdagi, umuman matbuot o'sha vaqtdagi davlat telekanallaridagi senzurani ham qaysidir ma'noda bog'lash mumkinmi shu? To'g'ridan-to'g'ri bog'lash mumkin. Mana 97-yillarmikan Alloh alam senzura O'zbekistonda rasman tugatildi. Sovet davridan keyin senzura tugatildi. Senzura idorasi tugatildi. Erkin Komilov. Erkin Komilov oxirgi boshlig'i, yana qo'llaridagi hammalarni taniymiz. Yaxshi insonlar bunday qaraganingizda, lekin umr bo'yi siyosiy konjunkturaga xizmat qilib kelgan. U haqiqatga xizmat qilmagan. Shu odamlar mustaqillik davrida ham shunday bo'ldi. Lekin tashqi dunyoni bosimi bilan O'zbekistonda qattiq siyosiy senzura qilinadi, u bu degan bo'laveradi-yu, investitsiya kirmayapti, boshqa bo'lmayapti. Sabab nima desa, inson huquqlari buzilyapti, senzura bor. Shulardan yo bolalar mehnatidan foydalanadi, bir hammasi tugatildi. Rasman. Lekin hayotda nima bo'ldi? Erkin Komilov bitta edi. Uni qo'lida 10 ta odam ishlar edi. Hamma gazetani redaktori senzur bo'lib qoldi. Endi senzura ko'payib ketdi. Chunki redaktorlarga vazifa bo'lib o'tdi. Ular endi qo'rqadi nimadan? U mafkura bo'yicha davlat maslahatchisidan bunday o'tib ketsa, oldin senzuraga ag'darib qo'ya qolsa, endi o'ziga tushadi-da. Shuning uchun tekshiruv battar kuchaydi, mana maddohlik urchidi. Maddohlik O'zbekistonda mafkuraviy bir oddiy bir holga aylandi. Televizor qo'ysangiz ham shunday, bu gazetani o'qisangiz ham shunday. Hammasi radioda ham ertadan kechgacha shunday. Faqat maddohlik. Bu yo'lga qo'yishda albatta afsuski bu do'stimizga ham xizmati bor deb o'ylayman. Men o'zi mana Karim davrini tanqid qilib nima qilib yozdingiz dedingiz, lekin ko'p Karimov davrini tanqid qilasiz, Karimov davridagi kamchiliklarni, o'sha xatolar haqida gapirasiz, lekin bu xatolar, bu kamchiliklar faqat yolg'iz Karimov emas, bir o'zi emas, uni atrofida unga fikr beruvchilar, maslahat beruvchilar, ya'ni atrofdagilar ko'pincha qolib ketadi, balki ularga ham baho berish kerakdir, ular haqida ham gapirish kerakdir. To'g'ri fikr. Endi bitta o'sha uzr gapingizni bo'ldim. Agar Xayriddin Sultonovda va yoki ularning atrofidagi boshqa odamlarda, ya'ni boshqa fikr bo'lsa, biz albatta ularga imkon beramiz, ulardan ham intervyu olishimiz mumkin, ularning fikrlarini ham e'lon qilishimiz mumkin albatta. Shunday qilib, tabiiy bu fikringiz to'g'ri. Lekin bitta farqi uni men izohlab ketaman, doim ko'pincha suhbatlarimda ham yoki yozgan maqolalarimda ham, kitobimda ham albatta tushuntirganman nega shundayligini. Ya'ni Karimov yuritgan siyosat, albatta siyosat boshi sifatida har bir gap u kishiga boraveradi. Banadagi odamlar ko'rinmay qoladi. Nimaga? Shu ish qilinayotgan paytda ham ko'rinmagan ular. Faqat bir kishini ishi, bir kishi kecha kunduz uxlamayapti, bir kishi tashabbusi bilan bo'lyapti bu ishlar. Do'rgandan keyin, demak, kamchiliklar ham bir kishiniki bo'lib qoladi. Bitta sababi bu. O'shaning uchun bu siyosat yuritayotgan inson shuni, bu noto'g'ri siyosatning egasi bu kishi bo'lgani uchun, bu noto'g'ri siyosatda aytsangiz, tanqid bu kishiga boradi. Ammo hozir o'zingiz jim turganlarda ham ayb bor dedingiz. Jim turgan ziyolilarda ham ayb bor dedingiz. Lekin shuni aytmoqchiman. Lekin
mafkuraviy tanqid, endi mana tanqid gapirsak ham yozsak ham bu mafkurada endi fikr yo'llanyapti. Bu jihatdan tanqid bo'lgani uchun mana masalan mamlakatda yolg'on urchidi desak, maddohlik kuchayib ketdi desak, tanqid aytilmayapti desak, senzura kuchayib ketdi desak, bular hammasini tepasida kim turibdi degan savol tug'iladi. Sizni gapingizni bunday tushuntiradigan bo'lsak, ideologiya, mafkura turibdi. Universitetlardan tortib hamma tomonga javob beradigan mafkura turibdi. Bu degani men bil vosita go'yoki o'zimizni bir paytlar endi birga ishlashganmiz, do'stimiz bo'lgan, boshqa bo'lgan, hali ham bizning shaxsiy hech qanaqa adovatimiz yo'q. Lekin 25 yillik, 27 yillik tariximizda salbiy iz qoldirdi deb o'ylayman Xayriddin Sultonov. Chunki men agar o'sha bu kunlar kitobimda Karimov siyosatini tanqidiga va tanqidiga demaylik, tahliliga bag'ishlagan bo'lsam, to'g'ridan to'g'ri Xayriddinning faoliyati. Chunki mamlakat ikki nima asosda boshqarildi deganman. Yolg'on bilan, qo'rquv bilan. Ya'ni mamlakatda qo'rquv saltanati qurildi, yolg'on saltanati qurildi. Xo'p, qo'rquv saltanatini kuch ishlatar idoralari inoyat boshliq desak, albatta yurtboshi bilan birgalikda. Bular asosiy tashabbuschisi, bular asosiy siyosatni yurituvchisi. Bu kishini qosh-qovog'iga qarab qo'rquv saltanatini tug'dirdi. Ya'ni siyosat bunday yuritildi degani nima degani? Mana indamasdan indamaymiz. Nimaga indamaymiz? Qo'rqqanimizdan. Nimaga qo'rqamiz? Chunki ko'zimiz oldida gapirganda qamayapti. Bir paytlar gapirganlarga ham tinchlik bermayapti. Qochib ketganlarni ham orqasidan odam yuborib yo'qotilyapti. Bularni ko'rib turgan odam qo'rqmaydimi? Qo'rqadi. Ziyolilar ham jim bo'lib qoladi. Demak, qo'rquv saltanati qurildi. Bu bilan buni yordamida siyosat yuritilyapti. Ikkinchi katta saltanat qurildi. Bu yolg'on saltanati. Yolg'on yoyildi. Mana iqtisod o'tiryapti, ammo iqtisod gullab yashnayapti deb yozsa yolg'on bu. Atrofga qarasak, xalqimizni hayoti kundan kunga og'irlashib ketyapti, lekin xalqimiz farovon yashayapti desak, o'ta ketgan yolg'on bu. Masalan, Sovet davrida asfaltlangan mahallamizga asfaltlangan asfaltlar 20 yillab asfalt ko'rmadi keyin. Sovet davrida qolgan asfalt bilan yashadik. Yoki Sovet davrida qishloqlarimizga ham kirib borgan gaz asta-sekin qisqarib, kamayib, hatto shaharlarda uzildi. O'sha quvurlar kesib ketildi. Ayrim shaharlarda men bilaman hozirgacha gaz yo'q. 4-5 mahallasida. Nimaga? Kesib ketilgan. Qachon edi? Necha yil bo'lib ketdi? 20 yil bo'ldi. Gaz yo'q degani, isitish yo'q degani. Isitishni o'rniga endi kecha gazga o'rgangan insonlar qaytadan ota-bobosimizda sandalni qaytadan o'rnatdik. Tagiga cho'g' soladigan bo'ldik. Cho'g'ga o'tin kerak bo'ladi. O'tin qayerdan topamiz? O'tin yo'q. Daraxtlarni kesa boshladik. Bog'lar kesilib ketdi. Men o'zimda ham bog'im bor edi. Shunday bir pallaga keldikki, 20 tutib o'rigim bor edi. Biz qishloqlarda o'rigim ko'p, biz qishloqlarda. Bir kechada 4 tupini tagi bilan aralab, maydalab, mashinaga bosib o'g'irlab ketishibdi. Mana bu darajaga keldi xalq. Ya'ni birovni bog'iga kirib, nimaga? Bu qiyinchilikdan bu. Yoqqani o'tini yo'q. Jon saqlash kerak. Jon saqlash, qishdan chiqarish kerak. Bola chaqasi sovuyapti, boshqa bo'lyapti. Biz endi kim o'g'irladi deb orqasidan tushganimiz yo'q. O'zimiz ham yonboshiga tushib turib araladik, chunki o'tin kerak edi bizga. Qolganini o'zimiz araladik. Nima demoqchiman? Hayot bunday, ammo matbuotga qarasangiz, gullab yashayapti. Dunyo bizga havas qilyapti. O'sha paytdagi sarlavhalarni o'qinglar. Juda ham kulgili va nima? Dunyo O'zbekistonga lol. Dunyo bizni taraqqiyotimizga lol. Hatto chet elliklarni shunaqa gapirtirishdi. Matbuotda. Chet elliklar keladi, birdaniga aytadiki, misollar keltirganman men. Xalq so'zidan misollar keltirganman. Boshqa mayda-chuyda gazetalarni qo'ying. Xalq so'zi, Otaxon gazeta. Shundan misollar keltirilgan. Chet davlatlar ham keladiki, yurtboshingiz tashabbusi bilan, yurtboshimiz demaydi xolos.
yurtboshingiz tashabbusi bilan qilinayotgan islohotlar mana natija berib, hozir butun Yevropa bank tizimi yo moliyaviy inqirozga uchrab turgan paytda O'zbekiston gullab yashnayapti deydi. O'zbekiston o'tirib yotuvdi. Mana hozir keyingi iqtidor hokimiyatga kelgandan keyin Shavkat Mirziyoyevning 1 yillik, 1,5 yillik nutqlarini eshitdik-ku hammamiz. Jar yoqasiga kelib qolgan edik, jarda tubiganiga tushib ketgan ekanmiz, orqaga qaytish yo'q, u qora kunlar degan gaplar kim gapirdi? Prezident gapirdi. Yangi prezident. U o'sha hayot bunday edi degani. Havodan olib gapirganimiz yo'q. Ammo gullab yashnagan qilib ko'rsatuvchi matbuotning egasi kim? Mafkuraning egasi kim? Xayriddin Sultonov. U bilmasmidi buni? Hayot qandayligini bilmasmidi? Qishloqdan chiqqan o'zi ham. Lekin mana qo'rquv dedingiz, Xayriddin Sultonovda ham qo'rquv bo'lgan bo'lishi mumkinmi, to'g'rimi? Yo'q, tabiiy qo'rquv sekin asta, bilasizmi? Qo'rquv birinchi qadamda qo'yilgan qo'rquv, ikkinchi qadamda qo'rquv kuchayadi xolos. Boshida qo'ymaslik kerak edi. Mana o'sha haligi bir muxolifatchilarda isyoni tariqasida 7-sessiyada gapirilgan gaplar bor. Mana agar kuch ishlatar idoralarni bir qo'lga berib qo'ysak, ertaga nima qiladi Xudo biladi. Kim yoqmasa qamab yuboradi, kim yoqmasa yo'q qilib yuboradi, falon qiladi deyilgan edi. Ana shu kunlar keldi-da. Ana shu kunlar kelmasligi uchun birinchi qadamda qo'rqmaslik kerak edi. Aytib turish, chunki har qanday diktator ham diktator bo'lib tug'ilmaydi. Ya'ni boshida qo'rquv, keyin shaxsiy manfaatga aylangan qaysidir ma'noda, to'g'rimi? O'sha kresloni ushlab qolish, shu mansabda qolish ikkinchi, uchinchi qadamda. Qo'rquvdan unumli foydalanish demoqchisiz, lekin baribir bu ziyoliga yarashmaydigan narsa. Ziyoli odam oliyjanob g'oyalar doim ko'ramizki, o'qisak, bir-birlarini maqtashsa yoki kitoblari haqida gapirsa, oliyjanob g'oyalarni orqaga surdi falon deymiz. Ana shular haqiqati bilan agar oliyjanob bo'ladigan bo'lsa, u bosh masaladan chekinmaslik kerak edi. Maddohlik qilmasin, yolg'on gapirmasin. Rost gapirsin. Bosh oliy g'oyalar hammasi rostlik bilan bo'ladi. To'g'ri so'zlik bilan bo'ladi. Bu ikki narsaga suyangan siyosat yaxshi oqibatga olib kelmadi, olib kelmaydi ham hech qachon. Yolg'on va qo'rquvga suyanib siyosat yuritilsa. Qo'rqqani uchungina indamayapti. Indamagani uchungina yaxshi ekanmiz deb o'ylasinmi? O'ylaydi. Yo hech qanaqa muammo yo'q ekan deb o'ylaydi. Keyin yolg'onni eshitadi-da, o go'zal ekanmiz deydi. Bu ikkalasi millatni o'zagini, ya'ni millatni millat qilib turgan umurtqasini sindirdi. Mana bir insonning umurtqasi insonni inson qilib turadi-yu. Bizni tikka qilib turgan narsa umurtqamizni olib qo'ysa bir qop go'shtga aylanamiz. Shunday. Chunki suyak yo'q. Boshqa yo'q. Bu to'g'ri so'zlik, haqiqat, adolat, bular o'zak masalalar. Buni yo'q qilsa, o'rniga yolg'on, qo'rquv bo'lsa, u bilan tarbiyalangan jamiyat go'shtdan boshqa narsa emas. U kuchli jamiyat emas. Xalq emas. Kuchli xalq emas. Davlat ham kuchli davlat emas bo'ladi. Nimaga? Nima yo'q? Poydevori bo'sh. Suyanaman desa suyanadigan umurtqali jamiyat yo'q. Mana shunaqangi oqibatlarga olib kelganini kasofatini yashab yuribmiz. Birdaniga tuzatib bo'lmayapti. Tuzataman deb chiqsa ham, otilib chiqsa ham eski inersiya bilan yashayotganlar bor. O'sha kadrlar yashayapti. O'sha kadrlar deyarli boshqaryapti. Deylik, mana hozir Xayriddin Sultonovni oldingidek bo'lmasa ham, lekin hali saroyda deyapsiz, to'g'ri? Lekin oldingi hukumat xalqaro til bilan aytganda bankrot bo'ldi. Oldingi davlat bankrot bo'ldi. Hech narsa oldini oqlamadi. Qatag'onlar ham oqlamadi, boshqalar ham oqlamadi, taraqqiy ham qilmadik. Qarasa qo'shnilarimizdan ham orqada qolib ketibmiz. Endi halinaqa inson huquqlari ma'nosida, so'z erkinligi ma'nosini qo'ying endi bularni. Iqtisodimiz ham
Bu kishi iqtisodchi sifatida endi iqtisodni zo'r biladi deyishardi. Yo'q, iqtisod o'tirib qoldi-ku. Tamoman o'tirib qoldi. Nimani hisobiga anaqa bo'lmadi keyin. Shuni yashirish hisobiga yashab kelindi. Faqat onda sonda bitta bir narsalar uyushtirib qo'yib, portlashlar, boshqalar, Andijon voqealari qilib, xalqni diqqat e'tiborini chalg'itib turildi. Eplay olinmagan siyosatni bilib qolmasin deb. Chalg'itib turildi. Hammasiga keyin bular aybdor qilib ko'rsatilaverib mafkura bilan. Ularni keyin qamash boshqalar bilan shular bo'lmaganda zo'r bo'lib ketardik degan bo'ldi xalq ham. Bu endi yolg'on. Hech qachon yolg'on bilan baquvvat bo'la olmaymiz. Xalqimiz xalq bo'la olmaydi. E'tibor bersangiz, Payg'ambar alayhisalomda bir hadis bor. Payg'ambar alayhisalom aytadilar: odam qo'rqoq bo'lishi mumkin. Fitriyan qo'rqoq bo'lishi mumkin. Odam baxil bo'lishi ham mumkin. Ammo odam yolg'onchi bo'lmaslik kerak deganlar. Yolg'onchilik judayam yomonligiga dalolat bu. Qo'rqoq bo'lishi mumkin. Mana inson har xil-ku endi. Mayli, kimdir bola chaqasidan qo'rqadi, kimdir menga kulfat yetib qoladi, qo'rqar, boshqa bo'lar. Endi insonga xos xususiyatlardan bittasi qo'rquv. Ijobiy qo'rquv ham bor bu yerda. Masalan, chalg'imaslik kerak, joyida aytib ketay. Masalan, Allohdan qo'rquvda qo'rqoqlik emas u. Allohdan qo'rquv insonni jasoratlantiradi. Chunki qo'rqadigan zotimizdan qo'rqsangiz, mana qo'rqmaydigan zotlarimizdan qo'rqmasligimizga o'rgatadi u. Bu jasoratlantiradi. Bu biz aytayotgan qo'rquv esa mayda-chuyda narsalardan ham qo'rquv. Endi men hozir aytsam, amalimdan ketib qolaman. Hozir mana bu gapni aytsam, meni keyin chaqirmay qo'yishadi. Mana bu gapni aytsam, kitobim chiqmay qoladi. Yoki bo'lmasa e'tibordan qolaman. Yoki maqtamaydi meni. Yoki uchrashuvlarga yubormaydi meni. degan fikrlar nimadan? Qo'rquvdan. Buni aytsam, majlisda to'g'rida o'tirmayman. Mayli, shunga yoqadigan gap aytaman deydi. Ana bunaqa qo'rquv salbiy qo'rquv, juda ham yomon qo'rquv. Endi yolg'on bilan sug'orilgan jamiyat yo'q, juda ham yomon jamiyat. Yolg'on bilan sug'orilgandan keyin, yolg'on bilan oziqlangandan keyin bu jamiyatning jamiyati bo'lmaydi. Mana masalan, Islom Karimov qo'rqmasmidi? Juda qo'rqar edi. Nimadan qo'rqar edi? Hokimiyatdan ketib qolishdan yomon qo'rqar edi. Zarracha fikrdan qo'rqyaptimi? U nimaga qo'rqadi u fikrdan? U fikr xalqni balki porloq kelajakka olib chiqar. O'zlari shior qildi-ku, O'zbekistonning kelajagi buyuk deb. O'sha buyuk kunga balki mana bu fikr olib chiqar. Lekin u fikr o'zidan chiqmadi, boshqadan chiqdi. Nimaga qo'rqyapti? U fikrga orqasiga ergashib ketsa, bu hokimiyatdan ketadi. Konstitutsiya nimaga 7 marta o'zgartirildi? Nimaga o'zgartirildi? Hokimiyatdan ketib qolishdan qo'rquv bor edi. Yon atrofidagilar isyon qilmasimki, yon atrofimdagilar menga qarshi nima qilmaydimikan qo'rquv. Bunaqa qo'rquvlar bor. Qo'rquv faqat xalqqa tegishli emas, yuqoriga ham tegishli. Eng birinchi odam ham diktator, eng bir qo'rqoq. Diktator deb men o'ylayman, shu qo'rqoq xalq, maddoh xalq yaratadi diktatorni, osmondan diktator bo'lib tushmaydi va birinchi qurboni ham shular bo'ladi. O'zlari yaratgan, ertaga bularni xatoan qiladi. Chunki diktator bo'lgandan keyin endi u o'zi bilgan darajada boshqaradi. Boshqacha bir fikrga ko'tarmaydi u. Yangicha fikrni umuman ko'tarmaydi. Tanqidni-ku qo'ying endi. Buna misollar ko'p, masalan, bitta tanqid bilan odamlar yo'g'ib ketdi. Ozgina tanqid bilan. Ana shularda masalan endi deylik, Islom Karimov albatta birinchi aybdor bo'ladi. Chunki siyosat boshida o'tiribdi va endi shunga yoqadigan gapni qilaylik, u bilgan odamlar sababchi bo'ladi. Bu mafkura, bu yolg'on saltanatini qurgan inson. Yolg'on saltanatni qurishda bevosita ishtirok etgan inson sifatida. Shuning uchun bu jihatini, ya'ni ijtimoiy faoliyatini men hali ham deylik yozuvchiligi, ijodiy tomonlarini anchadan beri yozmay qo'ygan bo'lsa ham, bu tomoniga gap yo'q. Ammo lekin ijtimoiy, siyosiy tomondan qaraydigan bo'lsak, yaxshi ish bo'lmadi, yaxshi siyosat bo'lmadi deb o'ylayman. Ya'ni Xayriddin Sultonov shu mafkuradan boshida turgan paytda yaxshi ishlar bo'lmadi.
To'g'ri, lekin Susambil O'zbekiston deyishardi. O'sha paytda O'zbekistonni Susambil kabi ko'rsatgan ham mafkura boshida ham Xayriddin Sultonov bo'lgan va hozirda yangi O'zbekistonda ham Xayriddin Sultonov hamon. Mana hozir aytdingiz, o'sha vaqtdagi gazetalardagi sarlavhalarni eslab o'tdingiz. Men solishtirganman shaxsan va bu haqda ko'p yozganmiz ham biz o'zimizning media platformalarda. O'sha davrdagi sarlavhalar bilan hozirgi davrdagi Xalq Yangi O'zbekiston gazetasidagi sarlavhalarda hech qanday deyarli farqi yo'q. Deyarli o'zgarish yo'q. Endi bu afsuslanarli hol. Men ham kuzataman albatta, lekin men dastlabki hozirgi davr deganda endi mana ikkinchi iqtidor davrini nazarda tutyapmiz. Ikkinchi iqtidorning dastlabki 1,5 yilini ajratish kerak deb o'ylayman. Boshqacha ketaytirdi. Boshqacha ketaytirdi, sarlavhalar ham o'zgardi, haqiqatlar aytildi, kamchiliklar shunday yog'ilib aytildiki, hatto tanqid qilish kerak degan insonlar ko'payib ketdi deb o'yladik. Juda ham ko'payib ketdi. Birdaniga hazm qilish qiyin bo'lib qoldi. Mana masalan, bitta prezident portalini ochilishi butun xalq dardini to'ka boshladi-ku. Mana shu o'tgan davrga baho. Millionlab. Demak, yonib turgan, dardga to'lib ketgan ekan bu xalq. Portal ko'tarilmay qoldi bu tanqidlarda. Bu kamchiliklarda. Dastlabki paytda bu kishi endi ayniqsa muvaqqat vaqtinchalik prezident bo'lib turgan paytda portal juda faol ishladi va aytilgan kamchilikni joyida hal qilib, kimnidir ishlari hal bo'lib xursand bo'lib ketgan insonlar ham ko'p. Ammo u 4-5 ta odam emas edi. Butun xalq uni qanday qilib o'nglaydi? Qanday qilib kuch yetadi? Portal ko'tarilmay qoldi buncha tanqidni. Mana shu narsa bizning gapimizni isbotlaydiki, demak o'tgan iqtidorda dardi ichida indiyalmay qo'rqqanidan yolg'onlarga ko'rib, o'zi ham yolg'on gapirib, boshqa qilib yurgan xalq sal imkoniyat berildi, dardini to'kib soldi. Va o'tgan davrga berilgan baho bu. Shuni yog'ilib ketganini o'zi. Lekin balki endi ko'p marta qaytaraman men. Hozirgi prezidentimiz Islom Karimov davrida ham bosh vazir edi. Bosh vazir edi, ishlar edi va o'sha Islom Karimovni tanqid qilar ekanmiz, kaltakni biluvchi bu kishiga ham tegish kerak. Ya'ni ikkinchi odam edi hisoblanadi. Lekin diktatorlik davrida, mustabidlik davrida bitta xususiyatni istisno tariqasida bilish kerak. Ya'ni nazarda tutish kerak. Modam yakka hokim qilib yaratdikmi, endi ikkinchi odam bo'ladimi, 10-chi odam bo'ladimi, izmidan chiqa olmaydi va agar ichida halol odam bo'lsa ham buni aytganini qiladi, bunga yoqadigan ishni qiladi, bunga yoqmaydigan ishdan qochadi, hayotda bo'layotgan kamchiliklarni ko'rmaganga oladi, eshitmaganga oladi dardlarni. Shunday bo'lib yuradi. Endi men undan qutulgandan keyin meni fikrim bo'yicha o'sha ichida yotgan dardlarni hammasini 1,5 yilda to'kib soldi. Yangi iqtidor to'kib soldi buni. Bu juda, agar o'sha davrni qaytadan tiklasak, o'sha hammasi saqlanayotgandir. Televizion u gaplarda, boshqalarda. Ammo o'zgartiraman, islohot qilaman degan insonni komandasi bo'lish kerak. Haqiqatda islohotchi komanda bo'lish kerak. O'sha komanda bilan, o'sha komandaga suyanib ish yuritmasa, aksincha Karimov davridan Karimovning va Inoyatov tayyorlagan kadrlarni ustiga bo'lib kelsa, ular islohotni istamaydi. Ular islohotga qarshi bo'ladi. Bunday oyog'ini bunday qilib chaladi. G'ildirakka bunday cho'p chiqqandek, yurmay qolsin deydi. Nimaga? Islohot, haqiqiy islohot kadrlar bilan boshlanadi. Kadrlar masalasida islohotdan boshlanadi. U kadrlar keyin bir jon bo'lib o'sha haqiqiy islohotchilar atrofida uyushsa, hamma sohadan bunaqa odamni to'plab turib, bir komanda bilan hokimiyatga kelgan bo'linganida deyman, ancha-muncha ish qilingan bo'lardi va hozirgidek bo'lmasdi. Mana shu hech qancha vaqt o'tmasdan oldingi davrga o'xshab matbuotimiz sayray boshladimi? Demak, eski-eskiga tushib qoldi-da. Eski-eskiga tushib qoldi. Arava loydan chiqarmoqchi bo'lishdi, lekin g'ildirak eski-eskiga tushib qolaverdi. Mana shu afsuslanarli hol. Harakat bo'lyapti, ammo lekin mafkurada o'zgarmadi. Meni yana bir
boshqa suhbatlarimda ham aytganman, bularda hammasiga ko'rgulik bizni bir qanaqadir milliy manfaatdan chiqib kelgan milliy mafkuramiz yo'q. Harakat bo'lgan. Unday deb ko'rishdi, bunday deb ko'rishdi, milliy istiqlol degan g'oyani mafkura deyishdi. U qanaqasiga milliy istiqlol mafkura bo'lmaydi. Milliy mafkura degani mana shu nima to'g'ri, nima yolg'on, xato, nima yolg'on, nima rost, nima halol, nima harom, kim do'stimiz, kim dushmanimiz, kim bizga do'stdek munosabat bo'ladi, hatto u arazlasa ham, hatto u urushib qolsa ham. Do'stlar shunday. Dushman esa hatto kulib gapirsa ham dushmanligini bilishimiz kerak. Uni ajratib bergan bizga o'lchov nima? Milliy mafkura. Milliy mafkura bo'lmasa, ya'ni davlatimizni, mamlakatimizni, vatanimizni, xalqimizni milliy manfaatidan o'sib chiqqan yoki milliy manfaatini ifodalaydigan milliy mafkura bo'lmaguncha davom etaveradi bu. Lekin men mana shu davrda bir odam sifatida kimdir menga nima to'g'ri, nima yomon, nima kim do'stimiz, kim dushmanimizni ko'rsatib beruvchi bir qolip bo'lishini misol uchun men xohlamayman. Milliy mafkura sifatida o'rnatish bir mafkura bo'lishi qanchalik to'g'ri? Men nazarimda bunday bo'lish, meni nazarimda bunday bo'lish kerak emas. Misol uchun kimdir o'rnatib berishini xohlamayman. Men undan boshqacha o'laroq fikrlarim bo'lishi mumkin. Bu fikrga men kichkinagina izoh bersam maylimi? Izoh shu ma'nodaki, birinchidan biz Sovet davrida fikr yakka hokimligi sharoitida o'sdik. Boshqacha fikrni hazm qilmas edi. Butun kommunizmga faqat biz eltamiz, haqiqat bizda faqat mana shu kommunistik g'oya, eng to'g'ri g'oya, boshqa g'oyalar bo'lmaydi. Hatto dinlar bir tiyin, Alloh yo'q, payg'ambar yo'q, falan qismadan endi. Qur'on inson yozgan narsa yoki nasroniylar bo'lsa Bibliyalar, unaqa payg'ambarlar ham bo'lmagan. Bu narsa endi bu fikr yakka hokimligi. Bu yomon, juda o'ta yomon. Buni boshimizdan o'tkazganimiz uchun biz hozir milliy mafkura desak, o'shanga qiyoslab qo'yapmiz. Yo'q, bu yerda xatolik bor. Farqini aytaman hozir. Milliy mafkura endi mana shu nima deymiz, siyosatdami, boshqadami taktika, strategiya degan gaplar bor. Strategiya uzoq ko'zlangan maqsad. Taktika o'sha maqsadga eltuvchi. Bunday yo'l sinab ko'rasiz, bitta bunday yo'l qilib ko'rasiz, unday qilib ko'rasiz yoki men mana bu yo'l to'g'ri, strategiyamizga yaxshi boramiz. O'sha yaxshi xalqimiz farovon bo'lsin, erkin bo'lsin, jamiyat hur bo'lsin, so'z erkinligi bo'lsin, falon bo'lsin, mismadon bo'lsin, diniy hurriyat bo'lsin, hech taqib tazyiq bo'lmasin, adolat bo'lsin degan umumiy fikrlarimiz bizning strategiyamiz. Unga esa siz aytasiz, mana bu yo'ldan borsam yaxshiroq deysiz, mana bu yo'ldan borsam yaxshiroq. Ya'ni bizning fikriy xilma-xilligimizga daxl qilmaydi buni. Aloqasi yo'q. Men buni misolda masalan G'arbdan keltiray. G'arb o'zini demokratiya deydi, mana Amerika boshliq, Angliya demokratiyaning uyalari. Ya'ni bizdan chiqdi deydi. Demokratiyaning eng hozirgi tuzumlarida eng oliysi deydi. Men nazarimda unday emas, lekin shunday deydi. Yoki mana Turkiya o'zimizga yaqin. Turkiyada ham ikkita kuchli partiya, 3 ta 4 ta bor kuchli ular. Davlat Milliyatchi harakat partiyalari ham kuchli, iyi partiya ham kuchli. Endi mana Adolat va Xalqimma partiyasi, AKP va Cumhuriyet partiyasi, Xalq partiyasi bular eng bir-biri bilan raqobatlashadigan partiyalar. Yonida yana 4 ta 5 ta kuchli partiyalar. Ulardan tashqari bularda ham partiya ko'p. Ammo Turkiyaning milliy manfaati uchun xizmat qilmasa, bu xilma-xilligingizdan bir tiyin bo'ladi. Siyosat shuni, davlat, xalqning manfaati. Mana bu yana nimadan deyish mumkin? Men aytaman, Ozarbayjon yoki Turkiy davlatlar tashkiloti mana qurilyapti hozir. Biz musulmon o'laroq islom doirasidamiz. Mana bizning mafkuramiz. Millat o'laroq turk davlatlari, turk millatlari oilasidamiz. Biz siyosatimizni belgilar ekanmiz, ichki va tashqi. Bu ikki narsadan chekkaga chiqmaslik kerak. Bugun neft bermay qo'ysa, misol uchun aytyapman buni. Bugun munosabatlar Ozarbayjonni yomon ko'rib qolsam, bugun bug'doy bermay qo'ysa, Qozog'iston mening dushmanim bo'lib qolmaydi.
bizni mafkuramizda bu do'st deb belgilandi. Do'st mamlakat bu. Va qardosh mamlakat bu. Butun islom olami esa dindosh mamlakat bu. Baribir yuraklar bog'langan, onglarimiz bog'langan, mentalitetlarimiz bog'langan bir-birimiz bilan. Agar bitta narsada boshqacha bo'lib qolsa, uni dushmanga chiqaramiz. Ammo bizga do'st bo'lmaydigan mamlakatlar bor, belgilanishi kerak. Mana bu ma'noda tushunish kerak. Bularni bilmasak, keyin biz nima qilamiz? Mana hozirgi holatimiz o'zimizning fikrimiz yo'q degani. Davlat o'laroq bizni millat o'laroq, davlat o'laroq bizni fikrimiz yo'q degani. Mana deylik, Ukraina bilan Rossiya urushyapti. Millatimiz 3 ga, 4 ga, 5 ga bo'linib ketdi. Nimaga? Biri Ukrainani yoqlayapti, biri Rossiyani yoqlayapti. Nimadan kelib chiqyapti? Biri mardikor bo'lib pul topib kelayotgandan kelib chiqyapti, biri ularni propagandasiga uchib ularni millatchi deyapti. Lekin Rossiyaning ichidagi, Rossiyaning ichidagi bugun millatchilik, rus shovinizmi orqasida qanchadan qancha o'sha ishlab pul topaman deb borganlar ezilayotganini ko'rmayapti hatto. Nimaga? Biz o'zimizning fikrimiz yo'q. Yo'q, bu dushman mamlakat. Menga do'st bu dushman mamlakatni belgilash kerak degani, u bilan dushman bo'lib yashash kerak degani emas. Hamma davlatlar biladi kim do'st, kim dushman, ajrata oladi, lekin muomala qilganda shuni yodda tutgin deyiladi. Muomala qilganingda buni yodda tut degani. Muomala qilish kerak butun dunyo bilan. Ya'ni siyosat, iqtisodiy masala, moliya, oldi-berdi, savdo-sotiq hammasida butun dunyodan ajrab qola olmaymiz. Dunyo bilan gaplashamiz. Ammo kim qandayligiga qarab gaplash degani. Kim qandayligini bizga agar anonday nimamiz bo'lganida qolipimiz. Qolib deganda ham ijobiy ma'noda aytyapman men. Shuni to'g'ri tushunib oling. Bo'lganida biz endi siyosat ishlab chiqarishda hatto men masalan bugun Rossiya bilan munosabat qilish kerak. Juda ham yaqindan qilish kerak. Milliard dollarlar ulardan kirsin, bizdan milliardlar dollarlar ularga sarmoya bo'lib kirsin, aloqalar zo'r bo'laversin. Kecha bizning bosqinchimiz bo'lgan bo'lsa ham deyman, men shuni tarafdoriman. Ammo deylik bilishim kerak, bu baribir do'st bo'lmaydi. Do'st bo'lmaydi. Chunki men do'st bo'lmayotganini men hozir bilib turibmiz, har kuni so'kadi. Qozog'istonga bostirib kiramiz, Ukrainadan keyin dedi. O'zbekiston degan gap yo'q edi ilgari, bunaqa davlat ham yo'q edi deydi. Bunaqa til ham yo'q edi deydi. Biz qilib berganmiz hammasini deb jig'imizga tegyapti. Do'st bo'lgandan. Lekin do'st davlatlar bunaqa demaydi. Ana buni yodda tutish kerak. Bilish kerak. Va Qozog'iston bilan Rossiyani solishtirsak, Turkiya bilan Rossiyani solishtiradigan bo'lsak siyosatda, bu bilan kirish Xitoy bilan yoki iqtisodiy munosabatlar qilayotganda o'zimda akamga, ukamga zarar bo'lmasmikan degan nuqtai nazarda turish kerak. Mana shuni belgilaydi milliy mafkura. Milliy mafkurani balki xalq manfaati ham deyish mumkin. Faqat xalq manfaati shu. Men masalan milliy manfaat. Milliy manfaatimizni bilmaganimiz uchun biz dunyoga hozir dunyoda bo'lgan hodisalarga, bo'layotgan hodisalarga birovning ko'z qarashi bilan baho beryapmiz. O'zimizniki bu agar masalan Rossiya Ukraina urushida Rossiyaning manfaati o'zini oqlaydi, ana uni fashist deyapti, millatchi deyapti. Shunday-ku, lekin meni manfaatimga to'g'ri kelmasligi mumkin. Meni manfaatimda metta Qrim masalasi bor. Qrim turklarning yeri. Qrim turklari, Qrim tatarlarini yeri. Necha asrlardan buyon o'rislar bosib olgan uni Yekaterina davrida. Nega buni bilmasligim kerak? Mana bu fikr menda, fikr mafkura degani shu. Bu fikr menda turish kerak. Bu zehniyat bo'lish kerak. Va mana hozir Turkiya nima qildi? Men bitta misol yana Turkiyadan misol keltiray. Shu Rossiya bilan Ukrainani urushida Turkiya Ukrainaga moddiy yordam berdi, hatto qurollar berdi Rossiyaga qarshi. Ammo Rossiya bilan aloqasini uzmadi. Munosabat qilib butun dunyo Rossiyaga qarshi nimalar qildi, sanksiyalar e'lon qildi, tijoriylarni to'xtatishdi. Rossiyadan narsa sotib olmaymiz dedi, neftini ham, benzinini ham, gazini ham deyishdi. Butun dunyo, yarim dunyo hech bo'lmaganda. Ammo unday qilmadi. Ammo u hatto Rossiyaning iqtisodiga juda katta pul kiritdi. Nima atom stansiyasi qurish uchun kiritdi. Shu paytlarda bo'lyapti bu narsa. Buni
bunday ba'zi bir siyosatdan sal uzoqroq insonlarimiz, oddiy odamlarimiz yo'q, ko'p ba'zi bir jurnalistlarimiz ham aytyaptiki, ikkiyuzlamachi siyosat. Yo'q. U Turkiyaning manfaatini ishlayapti. Turkiyaning manfaatida u bilan ham yaxshi bo'lgan nimaga? Qrim turklarning yeri. O'shaning uchun aytyaptiki, qattiq turibdi. Rossiya bilan apoq-shapoq bo'lib ketganda ham Qrim Ukrainaning yeri deyapti. Chunki Rossiyaning qo'liga o'tib ketsa, bu nimani Qrim turklarini, Qrim tatarlarini manfaatiga to'g'ri kelmaydi. U bizning qarindoshimiz. Va necha asrlar davomida ham masalan turk xalifaligiga qaragan yerlar. Mana buni nazarda tutyapti-da, unday deyapti. Ammo Rossiya bilan ham bo'ladi. Nimaga? Yarmi turkiy davlatlar. Turkiya xalqlar. Biz ham buni deyarli qaramoq nimasidamiz. Qanot ostidamiz hali ham. Chiqib keta olmayapmiz, qutulib keta olmayapmiz. Bu jihatlarimiz bor. Va keyin milliy manfaat degan. Ana undan foydalanib olib turib Turkiyaning iqtisodini o'stirib olyapti. O'zini tijoratini beryapti. Masalan, nima narsa bo'lsa, baqi sotyapti, boshqalar pul kelyapti iqtisodni va turistlar. Turkiyaning eng mashhur turistik zonalariga eng ko'p boradiganlar Rossiya, anadan Olmaniya. Bu pul kirityapti. Uni manfaati uchun shuni ya'ni ana shu milliy manfaat. Shunda siz bunday barxil 200lamachilik emas, 6 xil siyosat yuritishingiz mumkin. Bu 6 xil siyosat yuritishdan maqsadingiz milliy manfaat bo'lsa, oqlaydi. Qo'rqoqlik bo'lsa, qo'rqqaningizdan bunga ergashsangizda, "Ya, sen bizni xoinlik qilding, sotding, nega bunday qilding?" desa, darrov unga borsak, bu bunaqa ma'noda gapirmayapman. Yo'q. Hammasi bilan munosabatlar bo'lish kerak va munosabatlar bo'layotgani kim ekanini yodda tutish kerak. Geosiyosatga o'tib ketdik, lekin juda yaxshi fikrlar bo'ldi. Ortga qaytaylik, yana o'sha siz ko'p yozgan Karimov davriga qaytadigan bo'lsak, Hayriddin Sultonov haqida ham gapirib o'tdik, lekin o'sha davrda parallel ravishda muxolifat ham bo'lgandi. Muxolifatga qanday baho bergan bo'lardingiz? Karimov davriga bergan baholaringizni ko'p eshitganmiz. Muxolifatchi, uni kamchiliklari, uni adashgan yo'llari yoki yutuqlari, hozir u qanday ahvolda? Bu juda katta mavzu, yaxshi savol, juda ham katta mavzu. Endi agar o'zimda dunyoqarashim bor bu haqda, hammasini aytsam juda cho'zilib ketadi-yu, qisqa gapirsam ba'zan yaxshi bir misollarni esimdan chiqarib qo'yishim mumkin. Buni uzr sifatida oldindan aytib qo'yay. Lekin agar muxolifat desak, muxolifat so'zi ba'zan qo'rqinchli tuyuladi-da. Karimov davrida ayniqsa muxolifatni hammasini yomonlab o'rgandan keyin muxolifat deyish bilan u qo'rqinchli bir toifa. Nuqul zarar kunanda degan fikr tug'ilib qolgan xalqda. Shuning uchun buni miyamizdan chiqarib tashlashimiz kerak. Muxolifat degani haliga aytganimdek, o'sha ko'zlagan oliy maqsadimizga eltuvchi yo'ldan, sen boshlayotgan yo'ldan, "Yo'q, mana unisi yaxshi" deyish xolos. Mana bunisi yaxshi deyish. Mana shunisi yaxshi, bu to'g'ri yo'lga olib bormaydi. Sen oliy maqsad deyapsan, lekin jarga olib boryapti bu har bir qilayotgan ishing deb tanqid qiladi. Tanqid qilaveradi. Mana bunisi to'g'ri deb taklif qiladi xalqiga. Xalq ergashsa, ya'ni bu vali o'sha demokratiyaning qoidasi, demokratik davlatlarda nom chiqarganlar bunga qaraydi. Bunday qaraydi. Nimaga bir safar Amerikada demokratlar keladi, bir safar respublikachilar keladi. Lekin chunki o'sha davrda dunyoda har xil voqea hodisalar bo'lgan, bu xato qilib qo'ygan. Xatosidan foydalanadi-da, nargizni tanqid qiladi, rosa tanqid qilib, mana bu yerda Afg'ondan sen askarni olib chiqib ketding, biz yutqizgan bo'lib qoldik, falon qildik, pismadon qildik deb tanqid qiladi-da, keyin demokratlar ular keladi hokimiyatga. Mana shu narsa. Muxolifat boshqacha fikr degani. Muxolifat boshqacha yo'l taklif qiluvchilar degani. Dushmanlar emas. Dushmanlar emas ya'ni. Yo'q, dushmanlar emas. Bu mana masalan hozir oddiy xalqimizni ham bir qismini ijtimoiy tarmoqlarda hozir faol bo'lib turganlarni qarasak, muxolifat bunday qaraganda. Nimaga? Bo'layotgan ishlardan norozi, lekin mana bunday bo'lsa yaxshi bo'lmaydimi deyapti.
Bunday qaraganda. Buni aytmasa, unda yana oldingi holat keladi-ku, indamay 37 million qo'y kerakmi? Indamay itoat qilib ketaversa, hamma ergashib bunday qilib. U echka qaqa qarab boshlab ketyapti. Kushxonaga olib borish mumkin. Yoki jarga qulatib olish mumkin. Uni ko'zini ochmasa, yo bu unaqa bo'lmaydi. Ayniqsa ziyolilarimiz tarixni biladi, tarixiy tajribalar, bu siyosatshunoslik, jamiyatshunoslik ilmlari bo'yicha olimlarimiz bor, boshqalar bor. Har bir harakat qayerga olib boradi, bular bilish kerak. Bular nimani salgina o'zgarishni bildiradigan indikator deydimi, uni bo'lish kerak. Salgina, yo'q. Mana bu noto'g'ri deydi. Zudlik bilan o'ynashga harakat qilish kerak. Endi bu orzuyimiz shunday. Shunday bo'lish kerak. Va bu esa muxolifat. Endi yana boshqa tomoni, endi partiya sifatida uyushib, partiya ham to'g'ri tushunish kerak. Bizning xalqimizda sodda tushuncha bor. Bular deydi, xalqni o'ylamayapti deydi. Hokimiyatga kelishni o'ylayapti deydi. Ya'ni uni yomonlash uchun. Buni hokimiyatdagilar shunaqa fikr yoyadi-da odamlar orasida. O'zini o'ylaydi, bu hokimiyatga kelib olishni o'ylayapti, xolos-da oddiy odam ergashib ketaveradi. Bu o'ylagani faqat hokimiyat ekanda deydi. Yo'q, bu tomon ham hokimiyatni o'ylayapti. O'zini hokimiyatni o'ylaganidan buni yomonlayapti. U hokimiyatni o'ylaganidan maqsad nima? G'oyasini amalga oshirish uchun hokimiyat kerak. Bu g'oya to'g'ri deyapti va ergashish huquqini erkinlik bo'lsa, xalqqa tashlayapti. O'zing qara deyapti. Men buni taklif qilyapman. Menga ergashasanmi yo qilib turilgan mana bu ishga ergashasanmi? Bunday solishtiraman men. Mana bunisi yaxshi ekan deyman, o'zimda aqlimcha. Bunga ergashaman. Bittasi bunga ergashadi. Mana bir-biriga muxolifat ikki xil fikr chiqdi. Bunaqa endi 10 fikr, 20 fikr bir. Biz muxolifat haqidagi tasavvurimizni bu nuqtai nazardan o'nglab olmasak, bizni 90-yillardagi, 80-yillarda ikkinchi yarmi va 90-yillardagi va hozirdagi muxolifatni taniy olmaymiz. Faqat yomon odamlar, faqat yomonlash kerak. Ular g'alamislar, bizni yutuqlarimizni ko'ra olmaydiganlar, chetda turib olib, falon pismadon gaplarga laqqa ishonib yuraveramiz. Xalqning dardida yonib kulib kuyyapti-ku bu demaymiz. O'shaning uchun bu so'zni haligi salbiy ma'noda qo'llamay, bu nima o'rtacha juda ham ijobiy ma'noga olib kelish kerak. O'rtacha emas, ijobiy ma'noda qo'llash kerak. Sababi insonning o'zi ichida muxolifati bo'ladi. Har bitta insonda. Nariga ikkita fikr tug'ildimizda, birini tanlamoqchimisiz, shunda o'zi muxolif fikr tug'ildi. Masalan, bunday psixologik ruhiy tomondan qaraydigan bo'lsak, bitta insonda ham muxolif fikrlar bo'ladi va bittasini tanlaydi. Bitta emas, 10 ta fikr kelishi mumkin. Endi shuni bu fikrni o'rtaga tashladi. Men qaradim, juda ham haqiqatda bu nihoyatda meni ko'nglimdagidek bo'lmasligi mumkin, lekin mana undan yaxshi. Shundaymi? Demak, men bu tomonda egallayman. Nima bo'lib qoldim men? Yomon odammanmi? Yo'q, men shu xalqimizni farovonlikka erishtirish uchun, bugungi qiyinchiliklarni boshdan ko'tarish uchun va ertangi yaxshi hayotni qurish uchun, erkin nafas olish uchun, boshqa uchun bundaylar qilish kerak, bunday qilish kerak, bunday qilish kerak desa, o'shan tarafdori bo'lmagan inson bo'lmasa kerak. Mamlakatimizni rivojlansa, dunyoda o'zini so'zini ayta oladigan darajada davlatimiz kuchli bo'lsa. Masalan, hozir biz 100 yil burungi 4 millionli, 5 millionli xalq emasmiz. Butun Turkiston 4,5 million edi. O'tgan asrning boshlarida. Hozir bitta O'zbekistonda o'zi qancha? Turkistonda hisoblasa 50 million, O'zbekistonda o'zi 38 million, 40 millionga borib qolyapmiz. Bu juda katta, lekin biz nimaga kuchsizmiz? So'zimiz o'tmaydi nimaga? Tilimiz kuchsiz, pulimiz kuchsiz, siyosiy so'zimiz kuchsiz nimaga? Chunki jamiyatimiz kuchsiz, chunki bu xilma-xil fikrlarga erkinlik berilmagan, boshqa emas. Ya'ni o'sha muxolif fikrlarga shuni o'rniga agar biz bunday bo'lsak, bunday bo'lamiz, bunday bo'lsak, bunday bo'lamiz degan fikr haqiqatdan menga yoqsa, sizga yoqsa, ergashsak, ertaga bir qadam yaxshi tomonga tashlanadi. U ham xato qilsa, kim bu tomonni aytadi, sen ham xato qilyapsan, men uni o'rniga mana bunday qilamiz deydi. Bunday bu qarama-qarshilikda jamiyat, bu qarama-qarshilik jamiyatni zaiflashtirmaydi, kuchaytiradi.
Jamiyat kuchli bo'lsa, davlat kuchli bo'ladi. Davlat bilan jamiyat, xalqimiz bir bo'lsa, bitta bo'lsa, bu davlatni 40 million tugul 2 millionlik xalq bo'lsa ham birov yenga olmaydi. Bu davlatni 1,5 milliardlik Xitoy ham yenga olmaydi. Ya sindira olmaydi hech bo'lmasa. Yoki 140 millionlik Rossiyasi ham yo G'arbi ham matonat bilan to'lab bersak, biz bilan hisoblashadi. Faqat iqtisodiy u zamonda har kim o'zining manfaatini ko'zlaydi. Amerika o'zining manfaatini ko'zlaydi, O'rus o'zining manfaatini ko'zlaydi, Xitoy o'zining manfaatini ko'zlaydi. Shuning ichida biz o'zimizning manfaatimizni ko'zlay oladigan darajada va manfaatimiz uchun, xalqimizning, davlatimizning milliy manfaati uchun kurasha oladigan darajada kuchli bo'lishimiz kerak. Tarixdan oldin hozirgi davr haqida gapirdingiz. Hozir muxolifat faqat sizningcha ijtimoiy tarmoqlardami? Endi hozirgi muxolifat deydigan bo'lsak ham, bor bo'lsa muxolif fikrlar boshlaridagi muxolifat deydigan bo'lsak ham, o'sha u muxolifatni esdan chiqarmaslik kerak. U muxolifatni bugun biz o'rganishimiz kerak. Mustaqillik tarixini ularsiz o'rgansak kemtik bo'ladi. Chunki birlikni o'rtadan ko'tarib tashlaysiz, erk partiyasini o'rtadan ko'tarib tashlaysiz, xalqni ko'tarib chiqqan g'oyalarni o'rtadan ko'tarib tashlaysiz, butun mustaqillikni bir kishiga berib qo'ysangiz, me'mori qilib. Bir kishiga berib qo'ysangiz, unda bizning tariximiz soxta tarix, yolg'on tarix yaratgan bo'lamiz. Shuning uchun men haliga nimamizga yana do'stimizga yana bir marta qaytaraman. Ana shu bir kishining mustaqillik me'mori deyish Xayriddin Sultonovdan tashabbus chiqqan. Va bunga adabiyotshunoslarda, olimlarda nimalar qilib yozilganidan xabarim bor meni. Yozing shuni, kitob qilib yozing, falon qilib yozing, me'mor qilib ko'rsataylik degan tashabbus chiqqan. U ham o'zining manfaatini o'ylagandir. Mana hozir butun tariximizni endi u kishi me'mor nimaga qarshi bo'lgan bo'lsa ham, ya'ni mustaqillikka qarshi bo'lgan bo'lsa ham, mustaqillik qurgan bo'lib qolyapti. Masalan, Xayriddin Sultonovni do'stimiz dedim, birga ishlashganmiz, bir xonada o'tirganmiz, uzoq yillar birga ishlashganmiz. Undan keyin ham qalin edik, do'st edik. Lekin mustaqillik uchun kurash paytidagi holatlarni bilaman-ku. Masalan, bir narsa qilishimiz kerak. Yo miting bo'lyapti, chiqaman desak, misol uchun, qo'ying, qayerga borasiz? O'tiring bu yerda. Aqashsiz bu davlat sizga xatlagan, falon qismadan deb o'tirganda masalan. Biz chiqqanmiz, xonadan shunday chiqib ketganmiz, u kishi o'tirgan. Ya'ni lekin u kishi mustaqillikda me'morining yonida ishladi lekin. Mustaqillik me'mori bu kishi ham emas edi. Mustaqillik me'mori u kishi ham emas edi. Ya'ni me'morni yaratuvchi sen ham emas eding, sen ham emassan. Xalq edi. Bu yerda muxolifatda liderlarni ham aytmaylik mayli. Mustaqillikning me'mori xalq edi. Meni g'oyam shu. Doim aytib kelaman. Agar xalqni biz mustaqillikning me'mori demas ekanmiz va keyin o'sha mustaqillik uchun kurashganlarga munosib bahoni bermas ekanmiz, yolg'on davom etaveradi. Lekin mana hozir aytganingizdek, yoshlar umuman o'sha davrdagi muxolifat haqida, birlik va boshqa harakatlar haqida umuman ma'lumotga ega emas. Misol uchun Muhammad Solihni ham umuman tanishmaydi. Nafaqat Muhammad Solih. Mana Jahongir Muhammadlar endi nimada chiqib, YouTube'larda chiqib tanildi. Deylik, Abdurahim Po'latovni ham tanimaydi. Boshqalarni ham, Po'lat Oxunovlarni tanimaydi. Deylik, juda ko'pchilik tanimaydi. Bu yo'lda jonini tikkanlar bor axir, o'lib ketganlar bor. Sho'ruq Ro'zimodov degan insonlar bor, Murod Jo'rayev degan insonlar bor, yana To'laganova degan ayol kishi, bunaqa jazoratli bir to'marislarimiz bor edi. Bularni hech kim bilmaydi. Nimaga bilmaydi? Chunki bir kishiga berib qo'ygandan keyin me'morlik huquqini. Endi xalqni surib qo'yildi, o'rgatilmadi. Bular boshqacha tarix o'qidi. Yolg'on tarix o'qidi. Bir kishiga yoqadigan tarix o'qidi. O'shaning uchun bilmaydi. Shuning uchun biz nima deyapmiz? Me'mor xalq edi va xalqni nimasini, harakatini, xizmatini munosib bahosini berish kerak deganim, matbuotda yoritish kerak, bular kim edi o'rgatish kerak, Muhammad Solih kim, nima ishlar qilgan. Men hatto shunday bir jurnalistning savoliga hayron bo'lganman. Muhammad Solih bilan suhbatlashyapti. Endi albatta odamlardan kelgan savollarni aytyapti. Odamlar shu darajada sodda-da. Karimov deydi, mana davlat qurdi, siz nima qilib qo'yibsiz degan. Xalqqa nima foyda keltirdingiz degan.
Demak bilmaydi. Ha 70-yillardan ijodi bilan, 80-yillardan ijtimoiy faoliyati bilan, keyin partiyaning lideri bo'lib, siyosiy muxolif sifatida chiqib, prezidentlikka nomzodini ko'rsatish bilan ko'rsatguncha xalqni uyg'otishda juda katta xizmat qilgan insonga aytilyapti bu gap. Bu juda ham adolatsizlik. Chunki u ham nodonlik, bilmaganidan aytyapti deylikda endi. Nimaga bildirilmayapti, yashirilyapti. Ularda aytsa me'morlikdan tushib qoladilar. Shuning uchun bu yerda hozir ayniqsa mamlakatning ichida bir chekkalarda yurgan odamlar bor. Bular edi lider, bular edi harakat qilgan mustaqillik uchun. Bular edi birinchi to'rida o'tirishga loyiq insonlar. Endi chekkaga chiqib ketganlarni qo'ying endi. Bu yerda ichkarida kun bermagandan keyin jonini saqlash uchun chekkaga chiqib ketganlarni biz vatangado deb so'kamiz. Nega bunaqa deb so'kamiz? Bu Sovetni mafkurasidan qolgan gap bu. 30-yillarda ham 30-yillarda shu vatanini saqlab qola olmadi. O'ris hamma yo'lda egalladi. Bu vatanni kofirlar boshqarmasin deb vatanni qalbiga joylab chiqib ketgan u muhojirlar. Hammasini shu xalqqa singdirildi. Vatangado edi ular. Ular burja edi, ular falon edi, to'ntarish qilmoqchi bo'lgan. Bu durganiga singib qolgan insonlar bugungi o'z sen uchun jon kuydirgan insonni vatangado deyapsan. Agar unaqa deydigan bo'lsang, Imom Buxoriyni vatangado degan. Vatandan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Boshqa joyda vafot qildi, Buxorodan chiqib ketib, mana Samarqandda chiqib ketdi, majbur bo'ldi. Sig'dirmadi podshoh o'sha davrda podshosi. Boshqalarni ham mana bugun hozir Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf tafsirda ham shayximiz deydi. Ha bu chiqib ketishga majbur bo'ldi Karimov davrida. Bu mamlakatdan qochib chiqib ketishga majbur bo'ldi. Vatangadomidi? Vatangado degan nega aytmayapsan? Yo'q, shuni shayximiz deyapmiz. Nega Muhammad Sodiqda endi? Muhammad Sodiq emas, Muhammad Sodiq muxolifat chiqib ketgan bo'lsa, Abdurahim Po'latov chiqib ketgan bo'lsa, shaxsiy munosabatlarimiz bu yerda gap ketmayapti. Tarixiy haqiqat haqida gapiryapman. Men shaxsiy munosabatni aytsam, unisini yoqtirmayman, unisini yoqtiraman deyishim mumkin. Ya u boshqa masala. Lekin men birdek ko'raman hammalarni. Nimaga? Tarixiy adolatni tiklash uchun ularning xizmatini, ularning qilgan, o'sha davrda qilgan xizmatini tarix kitoblariga kirish kerak, millat buni bilish kerak, unda xolis bo'ladi keyin. Ana shunda adolat bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Hatto meni endi bunday bo'lgan. Yani bir aytib, bu ham Xayriddin bilan bog'liq, balki Xayriddin deb o'ylayman, prezidentga yaqin yurar edi. Bizni bir shogirdimiz Xayriddinning qo'lida ishlar edi. Murtozo hozir ham ishlaydi o'sha yerda, Murtozo Qarshiboy. Bir kuni menga aytdiki, aka dedi, prezidentga mustaqillik bayramiga doklad qilishimiz kerak, ma'ruza dedi. Shuni siz qilib bermaysizmi dedi. Men aytdim, men ko'nglimda yoqtirmayman, to'g'risi. Qanday qilib men u odamga ma'ruza yozib beraman? Men boshqa diniy sohada ishlayman o'sha paytda. Lekin men bildim endi, do'stimiz shu qani bundan ham fikr olgan degan bo'lsa kerak Xayriddin. Murtozo menga keldi aytdi. Keyin men aytdimki, yo, bu qachongacha biz to'g'ri, xo'p buni yolg'on gaplar gapiryapmiz. To'g'risini biz aytaylikchi, qani og'ziga solaylikchi aytarmikan. Dedim, yoza boshladim. Bu mustaqillikka kimlar hissa qo'shgan? Bu mustaqillikning egalari kim? Falon o'zini indamagan holda. Ya'ni hozirgi fikrlarimni men yoza boshladim. Hozirgi fikrlarim asosidagi g'oyalarimni yoza boshladim. O'shanda hatto o'sha Qo'rboshchilik harakati, milliy ozodlik harakati, bugungi mustaqilligimizda haqdor ular ham 30-yillarda, 20-yillarda mamlakatni tark qilib ketishga majbur bo'lgan insonlar bu mustaqillikning me'mori. Chunki ular vatanni belgisi kelmadi. Vatanni, millatni, ruhni joyiga joylab chiqib ketdi. Qayerda yaxshi asragan bo'lsa, o'sha yerda asradi. Ana bular mustaqillikda haqqi bor degan so'zlar albatta bu hech qachon o'qilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Yo, tabiiy. Lekin men shuni qildim. Shunaqangi ruhda yozildi-da. Ya'ni balki og'ziga yoqadigan, hayoliga yoqadigan nimalar yozilganda biz ham boshqa ishlar bo'lib ketishi mumkin edi. Lekin nimaga jon kuydiryapmiz? Ey insonlar, bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Tariximiz to'g'ri o'qitilmasa, kelajagimizga yolg'on bilan kirib boramiz.
kechagi qadamimizni qandayligini bilmasak, endi bosadigan qadamimizni qayoqqa bosyapmiz bilmaymiz. Shu nuqtai nazardan bu milliy mafkura o'laroq, yana shu masalaga kelsak, mustaqillikning me'mori O'zbekiston xalqidir deyish kerak. O'zbek xalqidir demasak ham, O'zbekiston xalqidir. Mustaqillik uchun kurashgan O'zbekiston xalqidir. Mustaqillik uchun jon kuydirgan, mustaqillik uchun boshini tikib mitinglarga chiqqan, o'sha mitinglarda biz qatnashganmiz. Ana binolarda, elning orqasidagi binolarda, qiymati 20 qavatli binolarda snayperlar turar edi. Bu degani o'shalarga rozi bo'lgan odam chiqqan. Bu shunday jonini tikib chiqqan insonlar bir chekada qolsa-da, bir kimligini ham bilmasa-da, bildirmasak kelajak avlodga, unda demak yolg'on davom etaveradi. Yolg'on davom etaversa, bu jamiyat mustahkam, pishiq, kuchli jamiyat bo'lmaydi. Chunki yolg'onni xalq bilmaydimi? Oddiy odamlar ham bilmaydimi? Biz aytyapmiz, oddiy odamlar deyapmiz, ammo hamma narsani bilib turadi. Bugun ayniqsa ijtimoiy tarmoq rivojlanganda bilib turibmiz-ku, hammamiz oddiy odamlar. Lekin nima gaplarni gapirib boryapti, nima adolat uchun, boshqa uchun gapiryapti-yu, demak bilib turibdi. Hatto men jon kuydirganim ko'pincha, chunki men ikkinchi iqtidorni davrini har holda o'zgarishlar yasagan davr sifatida birinchi iqtidordan ustun qo'yaman-da. Lekin odamlarimiz Karimov davridan battar bo'lib ketdi deyapti. Hozir deyapti. Endi qarang, oddiy odam o'sha. Ammo demak solishtiryapti, battar bo'lib ketyapti. Uni fikricha shunday. Demak bilib turibdi. Bilyapti. Shuni mutlaqo bilmaydi, biz aldab kelsak bo'laveradi deb ham bu lahma qancha aldasak bo'laveradi deb o'ylamaslik kerak. Bir kuni portlaydi. Bir kuni o'sha Cho'lpon aytgan, xalq kuchdir, xalq dengizdir. Xalq to'lqindir, xalq kuchdir, xalq isyondir. Bir kun to'lqin mavjud nima qilsa, supurib ketadi hamma yo'q. Xudo saqlasin. Xudo saqlasin. Bu ko'rg'alayoqdan Alloh saqlasin. Ammo lekin shunday bo'lib, buni bo'lmasligi uchun biz oddiy oilada ota, ona farzandiga to'g'rilik bilan tarbiya bersa qanday-u, nuqul yolg'on yashir bilan tarbiya bersa qanday? Kim bo'lib yetishadi bolangiz? Sizni namuna o'laroq farzandingiz farzand ota-onasiga qaraganda yaxshi insonlarni, to'g'ri insonlarni ko'rsa qanday-u, bir aroq ichgan, mast, og'zidan bodi kirib shodi chiqqan yoki bo'lmasa yolg'onchi, firibgar yoki bo'lmasa qo'shnisiga yomonlik qiluvchini ko'rib o'tsa qanday? Farqi bormi? Butun jamiyat ham shunday. Ko'rib turib mana bu yolg'onlarni ko'rib tursa, boshqa desa, yana bugun biz oldingidek biz eng ilg'orimiz desak, lekin hali gaz xonadonlar turbasi uzilgan xonadonlar hali ham shunday tezak yoqyapti. Hali ham masalan million odamimiz ish izlab chiqib ketyapti. Ish yo'q, daromad yo'q. Mamlakat boyligi talon-taroj bo'lyapti, ko'rib turibdi xalq. 20 ta 30 ta odam qo'lma-qo'l aylanib yuribdi. Yer osti, yer usti boyligi xalqniki. Lekin 20 ta 200 ta odamniki bo'lib qolyapti. Buni ko'rmayaptimi? Ko'rib turibdi. Qanaqa qilib bu nimaga ko'rib turgan odam qanaqa qilib bu boshiga tashvishsa buni himoya qiladi? Yo'q, oldin chapay chop turgan bo'lsa ham boshiga bir narsa kelibdi desa, battar bo'lsa o'zi shunaqa edi deb ketaveradi. Soddalarcha aytadi, lekin haqiqat bo'ladi nimasida. Ammo to'g'ri gap bilan xalqqa haqiqatni ham to'g'risini yetkazib, hatto qiyinchilik bo'lsa ham aytish kerak deyman men. Qiyinchilik boshimizda shunday bor. Oson bo'lmayapti. Mana bunday bo'lyapti. Qiyinchilik, gazimiz bo'lmayapti. Nimaga? Gazni sotishga biz majbur bo'lyapmiz. Xazinamiz bo'shab qolyapti. Biz Xitoyga sotyapmiz, to'g'ri, Afg'onga beryapmiz, to'g'ri, xalqimiz hisobidan. Lekin siz rozi bo'lib turing. Biz umumiy va kelajagimizni o'ylayapmiz. Biz bugun ilojimiz yo'q. Xazinamiz nima, zavod fabrikalarimiz kam, falon. Agar bunaqa endi men hayolimga kelgan misollarni aytyapman. To'g'risini aytilsa, men shu to'g'ri gapni gadosi sifatida darrov yoniga kiramanda qiyinchilikka bardosh berishga harakat qilaman. Qiyinchilik bilan bo'lsa ham biz haqiqiy mustaqillik bo'lamiz, haqiqiy kuchli davlat bo'lamiz, kuchli millat bo'lamiz inshaalloh deb harakat qilaman. Shu
Shuning uchun to'g'rilikka asoslashga, to'g'rilik esa mafkurani tubdan o'zgartirish. Muxolifatga qaytadigan bo'lsak, muxolifat bugun uni hech kim bilmaydi, o'sha davrdagilarni. Unda o'zlarini qancha ayblari bor, ularda imkoniyat bo'ldimi yana birlashishga, o'zligini borligini eslatishga, ko'rsatishga imkoniyat bo'lganmidi yoki hozir ham umuman ular yana birlasha olishdimi? Siz bu haqda endi mana muxolifat desa yana bir fikr bor jamiyatimizdaki, muxolifat o'zi birkalmay yotibdi-yu, qanaqa qilib hokimiyat uchun kurashadi deydi. Birkalmadi, to'g'ri. Oldin birikkan bo'lsa, ayniqsa birlik paytida nihoyatda birlashdi. Muxolif fikrlilar u paytda Sovetga qarshi, Sovetga yurgan siyosatga qarshi, Sovet yashirgan narsalar ko'tarib chiqdi, boshqa qildi. Ziyolilar olib chiqdi, bu fikrga ergashdi, xalq quvvat bo'lib turdi orqasida. Xalq ularga suyanib turib bu gap, ziyolilar ularga suyanib turib bu gaplarni olib chiqdi. Bunda juda ham birlashdi jamiyat. Xalq bu juda qo'rqinchli bo'ladi hokimiyat uchun. Lekin endi bilasizmi? Kuchingiz yetmay qolsa raqibingizga, raqibingizni ojiz tomonini axtarib qolasiz. Bu insonda xos xususiyat. O'sha tomondan kelasiz. Masalan, ojiz tomoni nima ekan? Ikkitasini yoki bo'lmasa aka-ukani bu oilaga gapingiz o'tmaydi. Nimaga? Oila juda bir-biri bilan ahil inoq yashayapti. Ammo gapingiz o'tish uchun oilani bir-biri bilan, aka-ukani bir bilan urishtirish kerak. Kelinni qaynona bilan urishtirish kerak. Otani boshqa, bolalarni boshqa bo'lib ketish kerak. Shunday bo'ldi. Siyosat muxolifatni parchalashga erishdi. Shaxsiy kamchiligimiz shundaki, bu yomonlayotganlar, bir-birimizni yomonlayotganlar menga sizni yomonlab keladi, sizga meni yomonlab boradi. Ikkovimiz o'rtamizdagi bog'liq bo'lib turgan ip uziladi. Tamam. O'zi bu yomon deysiz, boshqa deysiz. Bu bilan shu bilan tarqoq holga keldi muxolifat. Lekin bizda bitta hushyorlik yetishmadi. Ya'ni ular vazifasini qildi. Mo'ljallagan ishini qildi. Lekin biz mo'ljallagan ishiga layoqat hosil bo'lmaganidanmi uchib qo'ya qoldik. Va hamma bir-biri bilan dushman hozir. Muxolifatlar. Chekkadagi muxolifatlar, ayniqsa chekkadagi oldin 90-yillarda ijobiy ishlar qilgan. Men aytdim-ku, mustaqillik uchun kurashgan axir. Mustaqillik g'oyasini ko'tarib chiqqan. Mustaqillik g'oyasini saroydan ko'tarmaydi hech kim. Xalq ko'tarib chiqdi. Xalqqa gapini aytdi ular, ziyolilar. Shu muxolifat liderlari. Birlik xalq harakati butun atrofiga butun O'zbekiston xalqini uyushtira oldi. Qancha masalalarni ko'tardi. Orol masalasi, ekologiya masalalari, falon qismadan askarda esirdi-ku. SSR armiyasida o'lib kelayotgan askarlar masalasi, umuman milliy masalalar, hammasi, til masalasi. Ko'tardi-ku, birlik ko'tardi buni. Va erishildi. Ko'tardi, hokimiyatga buni talab qildi, hokimiyat bajarishga majbur bo'ldi. Til qonunlari yaratildi keyin. Chiqarildi, orolni qutqarishmi, saqlab qolishmi qo'mitalari tuzildi. Masalan. Lekin endi bir qovuch kuch qarasa, xalq bularga ergashyapti. Ularni parchalash kerak. Ichida nifoq bo'ldi, birlik ikkiga bo'linib ketdi. Keldi senga shaxsiy nimalar ham bor endi, shaxsiy ambitsiya deymiz-ku, shaxsiy da'volari, iddaolari bor har birini. Endi butun xalq ergashgandan keyin qarasa, bu endi juda katta bir obro' martaba bo'lib qoldi-da. Darrov bir-birlari bilan hokimiyat talasha boshladi. Birlikda lideri kim bo'lish kerak degan masala ko'tarildi. Va boshlandi. O'rtada bittasi shunday chiqdi-da, keyin uni qo'yildi dedi, o'rtaga chiqdi-da, bitta nutqi bilan yoki bitta gapi bilan umuman dushman qilib qo'ydi. Bir-biri bilan urushtirib qo'ydi. Ana bu narsaga uchgan biz aybdor. Ular niyati kuchsizlantirishdi, niyatiga yetdi. Demak, aybdor muxolifat bo'ladi. Muxolifatda ham katta ayb bo'ladi. Va hozirgacha bu davom etadi. Shuning uchun bir-biriga o'lib ketsa ham go'riga g'ishqalaydi. Bir-birini ko'rgani ko'zi yo'q. Yomonlaveradi. Endi men aytamanki, yo to'xtanglar, bu yerda xato bor. Yanglishlik bor. Bu bilan birlasha olmaydi, boshqa bo'la olmaydi. Yanglishlik bor. Qarasangiz, hammasini bir-birini dushman qilgan narsa shaxsiy manfaatlar.
davlat manfaati emas, xalq manfaati emas. Xalq manfaati birlashish edi. Ular shaxsiy manfaat, obro', e'tibor yoki meni haqorat qildi, meni bunday qilib ketdi, turtib ketdi, falon qildi yoki meni obro'yimga yarasha munosib joy ko'rsatmadi. Mana shunaqangi mayda-chuyda shaxsiy manfaatlar katta g'oya atrofida bitta harakatdan bo'linib ketishi mumkin. Masalan, o'shani uni salbiy hodisa demaslik kerak, birlik agar bo'linsa. Nimaga? Masalan, birlik bo'linib, keyin Erk partiyasi paydo bo'ldi. Erk partiyasida masalan Muhammad Solih rais bo'ldi. Muhammad Solihga quloq solsangiz aytadiki, birlik xalq harakati bu xalq harakati edi. Bu siyosiy partiya emas edi. Davlatga, ya'ni SSRga u paytda keyinchalik siyosiy masala qo'ya olmas edi. İjtimoiy masalalar bilan shug'ullanardi xalq dedi. İjtimoiy masalalar bilan shug'ullandik 1 yil, 1,5 yil. Endi siyosiy masala qo'yish pallasi keldi deb o'yladik biz dedi. Deydi. Bunday tushuntiradi, to'g'ri bo'ladi mantiqan. Siyosiy masala qo'yish kerak. Endi mustaqillik masalasi bu siyosiy masala. Qo'yishimiz kerak. O'shaning uchun xalq harakati bilan bo'lmagan narsani bir erk partiya o'laroq ro'yxatdan o'tkazildik deydi. Alohida uyushib. Va keyin haqiqatda siyosiy masala qo'yildi va Erk partiyasi tashabbusi bilan yozilgan o'sha mustaqillik deklaratsiyasi 90-yil 20-iyunda Oliy Majlisda qabul qilindi. Mustaqillikka uni xalq harakat qila olmasdi. Buni narigi tomon ham bildi keyin. Masalan, Abdurahim Po'lat narigi tomonda raisida, ular ham bildi. Keyin shoshilinch ular ham birlik partiyasini tuzdi. Ma'lum bir joyga borgandan keyin fikrlar yana xilma-xil bo'lishi mumkin-ku. Mana siz boya o'zingiz aytdingiz. Men boshqacha fikrim bo'lishi mumkin-ku. Agar davlat manfaatiga, xalqimiz, millatimiz, dinimiz manfaatiga to'g'ri keladigan va undan manonnikidan ko'ra kuchliroq fikr bo'lsa, sizning fikringiz bor, inobat bo'lsa, siz alohida hatto partiyadan ajralib chiqib yangi partiya tuzishingiz mumkin. Chunki maqsad oliy maqsad-ku. O'shanga eltish xolos. Joningiz jabborga berib bo'lsa ham yangi partiya tuzishingiz mumkin. Dunyoda bunaqa bo'lib yangilanib turadi bular. Ular uni bitta o'sha olib turib muxolifatni so'kishmaslik kerak. Tabiiy jarayon deb bilish kerak. Ammo shaxslar oliy maqsad turganda shaxsiy manfaat uchun kurashsa bu salbiy hodisa. Shaxsiy manfaat uchun kurashsa. O'shaning uchun buni qoralaymiz, unisi to'g'ri emas. Lekin bunga urg'u berib, bugun ham bir kishiga boshqa qilishga yo'l qo'yilmayotgani yaxshi emas. Bu urg'u beriladigan narsalar emas demoqchiman. Ya'ni o'sha 90-yillarda qolib ketdi o'sha kuchli muxolifat 90-yillarda, 2000. Undan keyin ular o'zlarini ko'rsatisha olmadi. Endi ayniqsa birlasha olmadi. Chetga chiqib ketgandan keyin endi buni bilasizmi? Ba'zan aytda chiqqan maqolalarga ko'ra gapiramiz. Ya'ni o'qiganmiz, ichida bo'lmasak ham, lekin bu bunday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi deb o'sha hukumat idoralari, kuch ishlatgan idoralari oralarida fitna qo'zg'ash uchun kiritgan odamlari bor. Ular siz bilan meni oramni buzishdan manfaatdor bo'ladi va chaqimchilik qilibmi, boshqa qilibmi, meni shunday yomonlab sizga boribmi, yo orqangizdan sizga qarshi ish qilyapti debmi nafratlantiradi, boshqa qiladi va chekkiga chiqib ketganda ham xuddi shunday birini biriga yomonlab turuvchilar o'rtaga nifoq solish bilan ularni chekkada ham bir kishini istashmaganidan tarqoq parchalab tashladi desak bo'ladi. Hammasi alohida bo'lib qoldi. Erk partiyasi desa bir kishi bo'lib qoladi, birlik desa bir kishi bo'lib qoladi. Qani u oldingi harakat? Yo'q. Shunday bo'lib qoldi. Lekin endi bir o'rtada 11-yilmidikin? 11-yili ana arab dunyosida bir diktatorlarga qarshi harakatlar boshlandi-yu. Shundan umid uyg'onganda ularda hamma ko'yliga bir yaxshi kunlar ko'ziga ko'rinib ketdi shekilli bir to'planib biz unda betaydik, biz bilmaymiz endi. Lekin matbuotda shu narsalar chiqdi va kecha bir-biri bilan talashib yurganlar ham shaxs sifatida qatnashmasa ham harakatlar bir-biri bilan qo'shilib, umumiy bitta nom berib birlashildi. Qancha vaqt hukm surdi, yana nimaga bo'linib ketdi, u boshqa masala. Lekin shunday bo'ldi. Lekin asosiy kuch sifatida xalqni ergashtira olgan harakatlar 90-yillarda boshida, 93-yillarda tormor bo'ldi deb o'ylayman.
93-yillarda belgilaganim 93dan keyin siyosat qatag'on sari keta boshladi. Ungacha mana o'sha 93-yilgacha Abdurahmon Po'latov ham O'zbekistonda edi, Muhammad Solih ham O'zbekistonda edi, Muhammad Sodiq Taqsir ham O'zbekistonda edi. Mana dinni ham katta muxolif kuchni bildi davlat. Katta siyosiy kuchni bildi, chunki dinga ergashyapti-ku. Muhammad Sodiq Taqsir olim odam. Sovet davridan keyin Sovet davrida din yo'qolib ketdi deb o'ylab yurganlar qarasa juda kuchli din bor ekan. Juda kuchli diniy olimlarimiz bor ekan. Va ularga quloq sola boshladi. Bu siyosiy muxolifatdan ham katta kuchga aylana boshladi. Keyin dinga qarshi kurashdan boshlanib ketdi. Patır va ya'ni u kishi o'zini muxolifat demagan bo'lsa ham, xuddi muxolifatga o'xshab mamlakatdan qochib chiqib ketishga majbur bo'ldi. Necha yil yurdi boshqa davlatlar. Shunaqa. Endi men nima demoqchiman? Bu yerda muxolifat nimasiga bir mavzusiga o'zimcha bir yakun yasab qo'ysam, to'g'ri tushunilsin. Mana bugun ham zudlik bilan bu narsa partiya tuzish kerak ekan, u katta ko'chaga chiqish kerak ekan, miting qilish kerak ekan degan ma'noda emas. Bu narsa yetilsa bo'ladigan ishlar ular. U o'zidan o'zi shu yetiladi bo'ladi, jamiyat tayyor bo'lish kerak. Mana hozir men ko'p qaytardim buni. Bir inson partiya tuzmoqchi bo'ldi. Uncha odam uyushdi ham atrofda. Lekin sun'iy to'siqlar ko'p bo'ldi. Sun'iy to'siqlar ko'p bo'ldi. Sun'iy to'siqlar juda ko'p bo'ldi. Qarshisida yengib, unisini yengib bo'lsa yangisi chiqyapti. Bunisini yengib bo'lsa bunisi chiqyapti. Bunisi matonati bilan kurashyapti, boshqa qilyapti. Lekin men bunday kuzatib qarasam, nimaga erishmayapti, chiqmayapti? Jamiyat demak hali tayyor emas, jamiyat kuchli emas, jamiyat tarqoq, jamiyatda fikri uyg'onmagan hali. Orqasida turadigan, orqasida turib beradigan odamlar yo'q. Bu jamiyat demoqchiman shuni. Agar orqasida turib beradigan, bu biz uchun qayg'uryapti. Demak, biz ahvolimizni bundan ham yaxshiroq qilmoqchi shekilli deb turib beradigan bir jamiyatning bir parchasi deylik hech bo'lmasa. Bo'lsa turib bera oladigan. Bo'lsa bo'lardi. Ya demak hali bunaqa qilib turib bera oladigan jamiyatimiz yo'q ekan. Shaxsga ana endi bu masalaga kelamiz. Xo'p, qachon o'shanday jamiyat bo'ladi? Mana bugun siz qilayotgan ishlar ham, ijtimoiy tarmoqlardagi harakatlar ham, hozir siyosatshunoslar chiqdi, jamiyatshunoslar chiqdi, tushuntirishlar bo'lyapti, mana bo'layotgan adolatsizlikdagi munosabatlar bildirilyapti. Bitta ikkita ta'qib tazyiq qilmayotgan bo'lsa ham, lekin xalq o'lgani yo'q. Hozir asosiy muxolifat shu deb o'ylayman. Xalqning ichidan chiqayotgan ayrim insonlar uyushmagan, ammo fikriy kurash ketyapti. Bu nimaga ketyapti? Ongli ravishda bo'lmasa ham, psixiyali ravishda bo'layotgan bo'lsa ham, bugungi jamiyatni tarbiyalayapti. Men bir fikrimni aytyapman, mana bugungi suhbatimiz ham deylik. Siz bir fikringizni aytyapsiz, boshqalar ham, boshqa jurnalistlar ham chiqishyapti-yu, gapirishyapti, yozuvchilarimiz bor. Bunisi to'g'ri, bunisi bu bilan sekin-asta o'zimiz bilib turib ham, lekin bilmagan holda ham jamiyatimizni tarbiyalayapmiz. Yetishib chiqadi. Ertaga orqamizda suyanchiq his qilgan zoatimiz o'zgarish boshlanadi. Bu jamiyat endi yana bitta gap aytaman. Faqat muxolifat degani davlatga qarshi bo'lish kerak degani emas, davlat boshqa masala. Davlat o'rtadagi masala bu. Davlat o'rtadagi masala. Davlat oliy muassasa bu. Hammamiz uchun kerak bo'ladigan davlatga qarshi bo'lgan odam muxolifat bo'la olmaydi. Davlatni o'sha oliy maqsadlarga eltishga mana bu yo'llar degan fikr olib chiqqan odam muxolifat bo'ladi. Bu hozir iqtidordagi odamlar ham o'zi bilgan yo'llarni, bu yo'llarni olib chiqmoqchiman deyapti. Ikkovining farqi yo'q aslida. Mana shuni bilib olishimiz kerak. Bular shu yo'l bilan erishsak bo'ladi deyapti. Yo'q, bu yo'l bilan emas, mana bu yo'l bilan erishsa bo'ladi deyapti. Ikkalasini maqomda bir xil fikr. Shunga masalan men bu ham orzu deylik, hadeb o'sha bir harakat qilaman degan insonlarga, to'g'ri fikrni olib chiqaylik degan insonlarga, ular ham xato qilishi mumkin.
bu boshqa masala, hamma xatokor. Yuqoridagilar xato qilmaydimi? Qiladi-ku ular ham. Hamma ham xato qilishi mumkin, lekin bosh maqsadda xato qilmasa, to'g'ri g'oyani ilgari sursa, xalqni ko'r g'alavanga boshlamasa, fikr bilan erishadigan nimani tanlagan bo'lsa, agar iqtidordagi insonlar ham haqiqatda davlatini kuchli bo'lishini, millatini, jamiyatini kuchli bo'lishini, xalqini farovon bo'lishini istasa, bunday qarab, mana bu gapimdan haqiqatda bu gap yaxshiroq shekilli deya olish kerak. Mana bu yo'l to'g'riroq bo'lsa kerak deyish kerak. Lekin men hokimiyatdaman, men qilaveraman ishimni. Ammo mayli sen ham ko'rsat deyish kerak. Sun'iy to'siq qilavermaslik kerak demoqchiman. Bunaqa narsalar bilan ko'rib turibdi, men shuni doim afsuslanaman va nima deydim, ko'rib turgan xalq ko'rib turibdi, bo'lmaydi bu narsalar. Bitta milisaxonaga olib kirib ketgan 15 yoshli bolani o'ligi chiqsa, indamasak, xalq indamasa, yuqori ham indamasa, o'sha milisalarning jazosini men eshitganim yo'q. Samarqandda bir ayolni taqirlashdi milisalar. Indamasak. Va ular haddidan oshib o'tsa, kecha Farg'onada taqir. Endi mana kecha bu Farg'onadagi hozirgi bu ham ayolni bunaqangi taqirlash, bunaqangi ssenariy tuzib, bunaqangi nima bilan qilish, bu ichdan chiryapti. Bu yaxshi emas. Endi buni ko'rib turgan nima, boradi, boradi-da. Chunki non topib kelish qiyin bo'lib qoldi. Gaz yo'q, o'tin topish qiyin bo'lib qoldi. Buning ustiga mana bunaqangi boradi. Kimga kerak bu narsa? Shuning uchun davlat ham bosiqlik bilan, muxolif fikrdagilar ham, ya'ni boshqacha fikrdagilar ham bosiqlik bilan xalqini o'ylasin, mamlakatini o'ylasin, davlatini o'ylasin. Dunyoda shu atrofimizda ham va dunyoda ham o'zini so'zini ayta oladigan, o'zini so'zini o'tkaza oladigan yoki o'zini manfaatiga mos siyosat yurita oladigan bir kuchli davlat jamiyat tuzishga xizmat qiladigan hamma fikrni olishimiz kerak. Nazarimda xalq manfaatidagi fikrlar bo'ldi. Domla, fikrlaringiz uchun kattakon rahmat. Yana shunday uchrashuvda ko'rishamiz degan umiddaman. Rahmat sizga ham suhbatga chorlaganingiz uchun.